meditsinada birinchi o'rinda kafolat degan narsa bo'lmaydi. Ichkarini ochganingizdan keyin boshqa bir kasallikning guvohi bo'lgan. To'rtta operatsiyani bir kirganda xalq chiqib ketganmiz. Rohatlanadigan narsangiz ovqat bo'lib qoladi. Bizning operatsiyadan keyin bu narsa ham uziladi. Bo'lishi mumkin, odam stressga yoki depressiyaga tushishi mumkin. 3ta morojeniye yesam bo'ladimi so'radi. 30 sahr bilan, undan balandroq sahr bilan kelgan, chunki dieta ham qilmagan, koreksiya ham qilmagan, hech narsa olmagan. Bu siz bu hayotda yutganingizda Faqat o'ziga qarab yurish kerak-da. O'zingizni porsiyangizdan oshirib majburlab yursiz, oshqozon kengash xususiyatiga ega. ko'rsatmam bor, ortiqcha vaznim bor. Bir qancha sanab o'tgan kasalliklaringiz ayrimlari bor. O'zi asosan bizga jarrohlikka уже qaror qilgan odam hamma yo'l sinab ko'rgan odam. Ko'p ovqat yeyishdan yoki nafs yomonligidan, nafs buzuqligidan kelib chiqmaydi. Operatsiya endi bariatriyada faqat bir xil operatsiya emas, u yerda shu kungacha sinab ko'rilgan 20 dan ortiq turlari bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz doktor Maqsudali Xoldorov bilan birgalikda qiziqarli va xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan suhbatni boshlash arafasidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Juda ham zo'r. Ro'za Ramazon oylari bilan tabriklaymiz. Sizni ham, kuzatuvchilarni ham tabriklayman. O'ylaymanki, bu suhbatimiz juda ham xalq tushunadigan tilda, sodda va oddiy qilib tushuntiriladi. Chunki biz baribir men ham xalq bir vakili sifatida meditsinskiy terminlarni, ya'ni maxsus so'zlaringizni unchalik tushuna olmayman. Keling, oddiy, sodda, xalqona tilda gaplashamiz. Xudo xohlasa harakat qilaman. Xo'p, birinchi savolim. Tibbiyotga qachondan qadam qo'ygansiz? Umuman boshlanishi 2014-yilga borib taqaladi. Xirurgiyaga kirib kelishim уже 5 yildan oshdi. 5 yildan oshdi. Qanday amaliyotlarni bajarasiz? Ya'ni qaysi toifadagi shifokorsiz? Xirurgman, umumiy jarroh hozirgi kunda, lekin biz komanda bo'lib ishlaymiz ko'proq. Komandamizda xirurgiyani har xil yo'nalishdan odamlar bor. Hozirgi kunda 6 kishimiz bu sohada. Biz komandada onkolog xirurg bor, ginekolog xirurg bor, urolog xirurg bor, umumiy xirurg proktolog xirurg bor. Hammamiz birgalikda jamoa bo'lib ishlaymiz. Biz afzallik tarafi ham shunda bo'lsa kerak, menimcha, bizga kelgan shu xirurgik jalba bilan kelgan odam birato'la bitta narkoz bilan ko'p problemadan qutulib ketish imkoni bor. Qo'pol qilib aytganda kapital remontdan chiqarish imkoni bor-da. Birdaniga. Yaxshi. Demak, sizni yo'nalishingiz aynan qanday? Siz qanday xirurgsiz? Umumiy jarroh. Umumiy jarroh, ya'ni qorin sohasining qorin xirurgi, sohasida. abdominal xirurg. Bilasizmi, oxirgi paytlarda juda ham bir ommalashgan deymizmi yoki juda ham bir yuqori talab qilinayotgan operatsiyalardan biri haqida aytmoqchiman. Bariatrik jarrohlik. Siz eshitishim bo'yicha siz bariatrik jarrohlik bilan ham shug'ullanasiz. Albatta, hozirgi kunda. O'zi bariatrik jarrohlik nima va u kimlarga tavsiya qilinadi? Bariatrik jarrohlik bu 2000-yilgacha hisoblangan faqat ortiqcha vazn bilan kurashish uchun xirurgiyaning yo'nalishi. Terminlardan qochaman, soddaloq qilib tushuntiraman. 2000-yildan keyin уже xirurglar tushunib yetdi. Bariatrik jarrohlik, ya'ni bariatrik usul bilan amalga oshirilgan xirurgik operatsiyalardan keyin nafaqat ortiqcha vazndan qutulish mumkin, balki undan keladigan qator kasalliklardan qutulsa bo'ladi. Misol uchun sahar diabeti 2-tipi, qon tomir kasalliklari, oddiy misol davleniya oshishi, ya'ni qon bosimining oshishi. Undan qutulsa bo'ladi. Ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladi, misol uchun farzandsizlik, besplodие. Juda ko'p faktorli kasallik hisoblanadi. U faktorlardan bittasi semizlik ham kiradi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ginekologlar yoki urolog, androloglar o'zini bemor bilan shug'ullangandan so'ng har xil narsalar sinab ko'rib, kerakli bo'lgan natijaga erisha olmasa, unda semizlik bo'lsa, bizga operatsiyaga jo'natgan paytlari va bu operatsiyadan keyin shu farzandli bo'lgan holatlar ham bo'ldi. Keling, Maqsudali birgalikda sanab o'tamiz. Ya'ni xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun hozir umumiy ma'lumotga ega bo'ldim, lekin raqamlar ostida. Birinchi navbatda bariatrik jarrohlik nimaga foyda beradi? Ortiqcha vazndan qutulishga. Ortiqcha vazndan qutulishga. 2. Qon tomir kasalliklaridan. Qon tomir kasalliklari. 3. Qandli diabetning 2-tipi. 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 Birinchi tipiga hali operatsiya o'ylab topilmagan, afsuski. 4. Shu besplodие, bepushtlikni davolashga. Yaxshi. 5. Ba'zi bir istochniklarda, ya'ni manbalarda keltirilishicha bo'lishi mumkin, onkologiyani ham chaqirish mumkin ortiqcha vazn.
Yaxshi, demak, Bu aynan holatlarda ham bo'lishi bariatrik mumkin. jarrohlik 5 ta kasallikni Yo'q, yana yana? suyularga ham ta'siri bor. Ortiqcha vazn, Aha. a, travmatolog, ortopedlar qanaqadir nijniy konечность, ya'ni oyoqlarda Mhm. suyularni yemirilishi yoki boshqa bir kasalliklar bo'lsa, patsient ortiqcha vazn bo'lsa, birinchi o'rinda ozishni maslahat beradi. Sport bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan ozolmagandan keyin o'zi savol tug'ilyapti. Nima uchun sport va to'g'ri ovqatlanish bilan ozish imkoni bo'lmaydi ayrim hollarda? Endi Harakat qilib ko'rdim, urinib ko'rdim, sport bilan shug'ullandim 1 yildan burin va o'to'larni yeb yuribman, lekin umuman menda natija yo'q deb kelishadi. qarang, dieta bilan ham, sport bilan ham vazn tashlasa bo'ladi, Mhm. lekin vazn tashlash oson qaysidir ma'noda. Sizda ortiqcha vazn 10 kilo, 15 kilo bo'lsa, Mhm. nari borsa 20 kilo aytaylik, 1 yilda tashlaysiz uni. Katta qiyinchiliklar bilan, lekin bu vaznni ushlab qolish qiyin. Tashlashdan ko'ra ham ushlab qolish qiyin. Siz o'zbekchilikda shunaqa narsa bor, dietani baribir buzasiz. Sport bilan doim shug'ullanib yura olmaysiz. Oila, farzandlar, uy tashvishlari shunaqa bir kun buzasiz. Shu vazn kerak bo'lsa 2 baravar bo'lib qaytib kelishi ham mumkin. Chunki siz dieta payt oz yeyishga, oz energiya bilan yurishga moslandi, organizm o'sha o'rgandi. Siz dietani buzasiz, yana o'sha kaloriyasi baland bo'lgan ovqatlar yeyishni boshlaysiz. Organizm uni zaxira qilib olib qo'yishni boshlaydi yana. Bir kun och qolsa ham chiydi. Xo'p, siz bemorlarga kafolat bera olasizmi? Bariatrik jarrohlikdan keyin o'sha eski vazningiz qayta tiklanib qolmaydi, siz boshqa semirib ketmaysiz. Bo'ldi, kafolatlangan natijaga erishasiz deb. Meditsinada birinchi o'rinda kafolat degan narsa bo'lmaydi. Mhm. Har narsa kuzatilishi mumkin, lekin statistikalar bor, ko'rsatkichlar bor, protsentlarni hisoblagichlar bor. Bo'lishi mumkin, vazn qaytishi juda ham kam holatda kuzatiladi, agar biz aytganlar qilinmasa. Biz tushuntiramiz, 1 yildan keyin operatsiya o'tib, siz normalniy ovqatlanishni boshlaysiz, lekin o'zingizni porsiyangizdan oshirib, majburlab yeyursiz, oshqozon kengayish xususiyatiga ega. Navbatdagi savolim, operatsiya qancha vaqt davom etadi va u to'liq tuzalib ketish uchun qancha davrni talab etadi? Va o'sha davrda bemorlar aynan nimalarga e'tiborni qaratishi kerak? Operatsiya, endi bariatriyada faqat bir xil operatsiya emas, u yerda shu kungacha sinab ko'rilgan 20 dan ortiq turlari bor. Hozirgi kunda 5 xil turi qo'llaniladi. Ulardan eng ommabop, eng ko'p qo'llanilayotgani bu oshqozon kichraytirish operatsiyasi, ya'ni slif rezeksiya. Bu operatsiya o'rtacha 40 minut davom etadi bizni klinikada, biz jamoa bilan. Operatsiyadan so'ng 2 soat o'tib biz patsientlar turg'izib yurg'izamiz. Уже birinchi kundan suv ichishi, bulyon ichishi и sekin-sekin oddiy hayotga qaytarishni boshlaymiz. 3-kun javob beramiz odatda. Eng asosiy qilinadigan narsa bu ovqat rejimini ushlash. Biz tushuntirib beramiz. Operatsiya bo'ldi, tamom, ozib ketaman degan narsa emas. Doim связda bo'lamiz. O'zim lishniy nomerlarim, dietologlar bor, ular bilan shug'ullanadigan nevropatolog, endokrinolog, nevropatolog atayin aytib o'tyapman, sabab ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladi. Siz 150 kilolik yo 180 kilolik odamsiz. Hayotdan oxirgi oladigan удовольствиеңiz, ya'ni oladigan, rohatlanadigan narsangiz ovqat bo'lib qoladi. Bizning operatsiyadan keyin bu narsa ham uziladi. Bo'lishi mumkin, odam stressga yo depressiyaga tushishi mumkin buning oqibatida. Chunki biz ovqatni ham chegaraladik. Oshqozon kichraygandan keyin menimcha tez to'qlik hissi ham paydo bo'lishni boshlasa kerak. Ozmiysiz, lekin shu narsa o'ylantiradida odamni. Уже qarang, sport bilan shug'ullana olmagan, hayotda уже o'ziga nisbatan ishonchi, samootsyenkasi tushgan odam, 180-200 kiloli odam umuman boshqacha fikrlaydi-da u yerda. Alamini faqat ovqatdan olib yurgan и biz uni ham uzib qo'ydik. Shuning uchun nevropatologlar shug'ullanadi shu bilan. Bilasizmi? Tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Masalan, 180, 190, 200 kilogacha bo'lgan jarayonda iloji yo'qmidi uni to'xtatishni? Shu darajaga yetib kelgandan keyin oxirgi yechim deb xirurgik usulni tanlashyapti-da. Umuman nafaqat bu bariatriyada, u sog'liq jihatdan kerak narsa ekan, uni tushunyapman. Lekin plastik jarrohlarga ham nazar soladigan bo'lsak, masalan, keling, ozgina aylanib o'tamiz birpas. Nafsini tiyib ozish mumkin-ku. Borishadi-da, liposaksa, lipofiling yoki bo'lmasam abdominoplastika yoki boshqa nima deydi, uzr qo'ya, o'sha silikonlarni joylashtirish va hokazolar. Bunga qanday qaraysiz? Ortiqcha vazn birinchi kelayotgan sababini tushunib yetish kerak-da. Buni gapirish uchun faqat ko'p ovqat yeyishdan yoki nafs yomonligidan, nafs buzuqligidan kelib chiqmaydi. Ko'p faktorli kasallik, masalan, ko'p faktorli kasallik hisoblanadi. Genetik, ya'ni qondan irsiy bo'ladi. Poli, ya'ni ayol kishi, erkak kishi, yoshi, yashayotgan muhiti, hattoki ish sohasi ham ta'sir qiladi.
Bu har tomonlama mnogofaktorniy hisoblanadi. Hammasi birlashib odamni shu vazn yig'ishiga olib keladi. Shu kungacha, ya'ni 22-yilgacha bariatriya o'zi qoralangan ko'p joylarda. Endokrinologlar, jarrohlarni o'zi ham qo'rqqan bu operatsiyalardan. 22-yili shu IFSO, ya'ni metabolik bariatrik xirurglar yangi rekomendatsiya berdi. Oxirgisi undan oldingisi 91-yilda bo'lgandi. Ya'ni 32 yil o'tib, 31 yil o'tib o'sha yangi rekomendatsiya, yangi o'rganib chiqildi operatsiyalar qilingandan keyin. Va aytyaptiki, oldin juda ham og'ir vaznlarga, masalan 180, 200 kilo, 150 kilo bo'lganda faqat ruxsat berilgan bo'lsa, hozir уже indeks massa telasi 30 dan baland bo'lsa ham qanaqadir qo'shimcha kasali bormi, yo'qmi, patsient holatidan kelib chiqib operatsiya taklif qilish mumkin. Sababi bariatrik operatsiyalar o'zini oqladi. Ulardan kelayotgan zarar juda ham kam, lekin foyda ham juda ham ko'p. To'xtang, Maqsud Ali. Xo'p. Indeks massani qanday aniqlaymiz? Masalan, menda ham bo'lishi mumkinmi ortiqcha vazn? Hisoblab ko'rsak bo'ladi. Ko'rinishingizdan aytsak bo'ladi. Yo'q. Bo'yingizni shundan bilsak bo'ladi. 1.72. 1.72. 1.72 ni 1.72 ko'paytiramiz. Vazningiz nechi? 60. 60 ni chiqqan songa bo'lamiz. Necha chiqish kerak? Keyin hisoblab ko'ramiz. Hisoblab ko'ramiz. Tomoshabinlarga ham, kuzatuvchilarga ham qiziq bo'ladi-da. Agar shundan ortiqcha bo'lsa, sport bilan olish mumkin bo'lgan raqamlarni aytaylik. Mana shundan oshib ketgan bo'lsa, demak sizga bariatriyani tavsiya qila olamiz deb aytsangiz bo'ladi. Demak, hozir kalkulyatorni ochaman. 172 ni ko'paytirishim kerak. 172 ga. 1.72 ga. Xo'p. 29,584 chiqdi. Nima qilay endi? 2.9. 2.9 hisoblanadi. 60 ni o'sha 2.9 ga bo'lasiz endi. Xo'p, 60 ni bo'laman 2.9 ga barobar 26. Sizda semizlikka yaqin sifra ham chiqmadi umuman. Ya'ni ortiqcha vazn yo'q. Bo'yingizga nisbatan vazningiz juda ham yaxshi holatda. Yaxshi holatda. Demak, mani vaznimdagi va bo'yimdagi ayol qizlarimiz, umuman bu insonlar o'ylanmasdan to'g'ri turmush tarzini davom ettirsa, shu vaznni saqlab qola oladi. Nechidan oshsa u kasallik hisoblanadi va bariatriya tavsiya qilinadi? O'sha 22-yili e'lon qilingan, berilgan rekomendatsiya bo'yicha 30 dan baland birinchi semizlik darajasi hisoblanadi. Bu Yevropa, Amerika aholisiga nisbatan. Osiyo aholisiga nisbatan esa 27,5 dan baland o'sha semizlik hisoblanadi. Tushunarli. Yaxshiman, yaqinlashmabdi, bundan xursandman. Necha yildan buyon bariatriya bilan shug'ullanishingizni aytdingiz. To'g'ri, 5 yil dedingiz, to'g'rimi? Nechta bemor shu kungacha operatsiya qildingiz? Umumiy hisobda 400 dan oshgan o'sha. 400 dan oshgan. Hammasi muvaffaqiyatlimi? Hammasi to'g'risini. Xudo xohlasa, Xudoga shukr. Xudo xohlasa deyotgan sababi kecha ilgari kun operatsiya bo'lganlar ham bor. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Hali jalba bo'lmadi. Jalba bo'ladi, norozichilik bo'ladi. Qachon? Birinchi kuni operatsiyadan keyin. Hamma norozi bo'ladi. Hamma afsuslanadi, hamma joni og'riydi. Nimaga ham qilgizdim, kerakmidi shu narsa? Dieta yaxshi edi. Yurgandim, bir chiroyli. Уже 3-4 kunga o'tgandan keyin rahmat, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin mana shuncha SMS keladi. Rahmat, уже yengil his qilyapman. Ertaroq qilsam bo'lardi ekan, qo'rqib yurgandim, shunaqa. Lekin hali bir vaqt o'tib norozi bo'lganini eshitmadim hech kim. Ana yana bir savolda, bariatriya ozishning eng oson usulimi? Yo'q, umuman jarrohlik yo'llari o'zi eng oxirgi usul bo'lib qolishi kerak doim. Lekin hozir birinchi o'ringa yo'q, bu narsani prioritet darajasiga noto'g'ri deb hisoblayman. Patsientlar kelganda ham birinchi suhbat o'tkaziladi. Suhbat davomida tushuntiriladi patsientlarga. Sinab ko'rdingizmi? O'zi asosan bizga jarrohlikka уже qaror qilgan odam hamma yo'q sinab ko'rgan odam. Mana nechta patsient konsultatsiya qilayotgan bo'lsa, nechtasi kelayotgan bo'lsa, nechtasi operatsiya bo'lgan bo'lsa, hammasi уже sportni ham, dietani ham, har xil dorilarni ham sinab ko'rgan. Уже zerikkan, уже oyoqlarda og'riqlar, davleniya ko'tarilishlar, oilada muammolar, ayollarda ayniqsa ko'p kuzatiladi, erkaklarda jinsiy zaiflik, o'ziga bo'lgan ishonch, shunaqalar tushganda demak, semizlik nafaqat bepushtlik, jinsiy zaiflik va boshqa kasalliklarga ham sabab bo'lar ekan. Xo'p, necha yoshdan bu amaliyotni bajarish mumkin? 18 yoshdan 65 yoshgacha belgilangan, u yog'i уже holatga qarab. Masalan, bir yaqin insonimning farzandi bor, o'g'il bola. Endigina 11 yoshdan oshyapti, lekin
hisoblamasdan ayta olaman, unda ortiqcha vazn bor va u to'xtamayapti. 11 Bolani yosh. yegisi keladi, borgan sari semiradi, oshqozon shu qadar kengayadi, talab qiladi va bu jarayon borgan sari nima deydi, qiyinlashib boryapti-da. U bolani hali ozish niyati ham yo'q, u to'xtatish niyati ham yo'q, lekin u gigant darajasiga yetyapti. Bolalarda shuning uchun so'radim, necha yoshdan mumkin? 11-12 yoshli bolalarda sportga bersa ham nafsi yana ham ochiladi, yana ham yegisi keladi. Chunki biz bilamiz, yoshi kattalarda, ya'ni yoshi katta erkaklarda tamaki mahsulotlar, alkogol mahsulotlari iste'mol qilish sababli ishtaha kamayadi va kamroq yeydi deyishadi. Tashlab yuborsa semirishni boshlaydi, chunki ishtaha ochilib ketadi deydi. Bolalarda u narsa yo'q-da. Nima tavsiya berasiz shu holatda? Sport bilan shug'ullantirishyapti. Suzishga olib borishyapti, boshqa misol uchun boksga va hokazoga. Lekin bola ishoning, avvalgi davrlardagi bo'ladigan gigantlar bo'ladi-yu, shu darajaga yetib kelyapti. Nima qilish kerak shu? 11-12 yosh bu hali o'sadigan organizm. Tegib bo'lmaydi? Hali tegish kerak emas. Endokrinologlar bilan, pediatrlar bilan maslahatlashgan holda qanaqadir lecheniyalar olib borish mumkin. Demak, 18 yoshdan 65 yoshgacha 65 yoshgacha organizm holatiga ham qaraladi. Kimdadir qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin, kimdir organizm ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun standart bo'yicha tekshiruv bor. Albatta, tekshiruvlardan o'tgandan keyingina ruxsat beriladi operatsiyaga. Jarrohlikni atrofida aylanyapmiz, bepushtlikni davolaydi dedingiz va qarama-qarshi savol bor menda. Tug'ish yoshidagi ayollar semizlikdan qutulish uchun, shunchaki semizlikdan qutulish uchun siz jarrohlik usulingizdan foydalanishsa-da, o'sha amaliyotdan keyin ular yana homilador bo'la oladilarmi? Bu xalaqit bermaydimi, ya'ni keyinchalik ona bo'lishga? Yo'q, faqat plyusga yuradi. Agar ortiqcha vazn bo'lsa, aytib o'tgandek, tezroq bo'ladi-da. Gormonal narushение olib kelishi mumkin, ortiqcha vazn. Biz lekin maslahat beramiz, tushuntiramiz patsientlarga, agar homilador bo'lmoqchi bo'lsa, 7-8 oylardan keyin plan qilishga operatsiyadan o'tib. Sababi homilador bo'lgandan keyin faqat o'ziga emas, bola uchun ham ovqatlar, mikroelement, vitaminlar hamma yo'q yetarlicha bo'lishi kerak. Odam o'sha 7-8 oydan keyin normal ovqatlanishni boshlaydi. Demak, shunchaki oraliq masofani saqlagan holda operatsiyadan so'ng rejalashtirilgan holda homilador bo'lishni tavsiya qilasiz. Shunaqa. Lekin buni hech qanday salbiy oqibatlari yo'q. Hali kuzatilmadi bunaqa holatlar. Eng esda qolarli yoki eng murakkab bo'lgan bir faoliyatingizdagi holatlarni bo'lishsangiz. Yaqinda shunaqasi bo'ldi. Uzoqqa borish hojati yo'q. Eslasangiz ko'p bo'ladi bunaqa holat. Biz Ramazon oyiga aksiya e'lon qilgandik narxlarga. Qancha skidka qildingiz? Qancha chegirma bo'ldi? Foizlarda chegirma. Yaxshi summaga tushirildi. 30% ga chegirma. 30% chegirma e'lon qilingan. Shu sababli biz kutmagandik, lekin bir kunda 9 ta operatsiya qilishimizga to'g'ri keldi. Chunki ertasiga ham zapis bo'yicha to'lib ketdi. Qarang-da, bir kunda 9 ta operatsiya bu ko'plik qilmaydimi, og'irlik qilmaydimi sizga, bir o'zingizga? Yo'q, ishingiz o'zingizga yoqsa, ishingizni yoqtirsangiz, bilasizmi, kuch beradi. bir narsa borda. Har doim hamma joyda birinchilardan bo'lishni yaxshi ko'raman. Ya'ni operatsiya qilishda ham, hattoki imkon bo'lsa radomga borganda ham birinchi bo'lib meni qabul qilsin, chunki charchagan holatda shifokorning ham kuchi qolmaydi, yaxshi e'tibor bermaydi. Tugasa bo'ldi, tugatib chiqib ketsam bo'ldi qilib biroz holdan toygan odamda baribir natija boshqacharoq bo'ladi deb hisoblayman-da. Kim bilsin, bizda unaqasi bo'lmadi, charchoq ham bo'lmadi. Charchoq bo'lmadi. 9-odam bilan birinchi qilgan operatsiyangiz natijasi bir xil bo'ladimi? Operatsiyaga kirgandan keyin hamma yo'lni unutasiz. U yerda o'sha umuman boshqa atmosfera. Siz charchaganmanmi yoki oilaviy holatim qanaqa, chiqqandan keyin hech narsani o'ylamaysiz, faqat operatsiyani yaxshi tugatib chiqib ketishni o'ylaysiz. U patsientlar orasida ham shunaqa gap bo'lgan, tushuntirilgan. Xohlasanglar boshqa kunga o'tkazishimiz mumkin. Yo'q, bizaga bugun qilib bering, mayli oxirgi bo'lib kirsam ham. Kuni bilan mana 8 tasini qilibsiz, 9-chi man qo'rqaman, hozir menga charchab uyqusirab nimadir qilib qo'ysangiz. Yo'q, unaqasi bo'lmadi. Bo'lmagani? Ularga o'sha javob berdik. Hattoki o'sha uyda bemalol hozir bizani kuzatib o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Ajoyib. Esda qolarlisini aytayotgandingiz. Eng esda qolarli voqea ish faoliyatingizdagi yoki og'ir o'tgan bariatrik jarrohlik bo'lganmi sizda? Qandaydir qiyinchilik tug'dirgan yoki qon tomirlar yorilib ketgan yoki ichkarini ochganingizdan keyin boshqa bir kasallikning guvohi bo'lgan yoki qiziqarli bironta
Endi qiziqarli sizlar uchun bilmadim qanaqa, biz uchun qiziqarli. Aytib o'tganimdek, biz komanda bo'lib ishlaymiz Mhm. и oldindan уже diagnozlar qo'yilib, qanaqadir qo'shimcha problemalar bo'lsa, birdaniga hal qilib chiqib ketamiz. Mhm. Bo'lgan shunaqa kompleksniy operatsiya bo'lgan. 4 ta operatsiyani bir kirganda hal qilib chiqib ketganmiz. Bitta kirganda Bitta kirganda 4 ta problemadan qutulgan. qaysi problemalar ayta olasizmi? O'tpegida tosh bo'lgan, Aha. и grija пищеводной отверстие degan kasallik bor. Uni ham kurrafiya qilib chiqib ketganmiz. U holatda biz slif rezeksiya emas, gastroshunchiruniya operatsiyasini qilganmiz. O'zi gastroshunchiruniya operatsiyasi ham 1,5-2 soatlik operatsiya, объемный operatsiya hisoblanadi. И plus proktologimiz ham gemorroylarni ham olgan. Birdaniga 4 ta operatsiya. Bir vaqtni o'zida. Bir vaqtni o'zida. Necha soat vaqt ketgan bunga? Aniq esimda yo'q, lekin 4 soat atrofida qilganman adashmasam. Xo'p, qorin sohasidagini bitta yorish orqali kirib tugatgansiz. 4 ta teshik bilan tugatganmiz. 4 ta teshik bilan? 4 ta 1 santimetrlik teshiklar bilan tugatganmiz qorin sohasidagi operatsiyalar. Oldingidagi katta unaqa qilishlar, Yo'q, yorib yo'q. tashlashlar. Shuning uchun ham aytib o'tyapman, 2 soatdan keyin o'sha patsientlar turib yuradi bizda. Qancha tez yurg'izsak, qancha ko'p harakat qilsa, tezroq yaxshi bo'lishadi. Hozir xirurgiyaga umuman boshqacha qarash kerak. Oldingidaqa oylab yotishlar, belni bog'lab yurishlar, qiynalib og'ir ko'tarmaslik, yillab unaqa narsalar yo'q. Teshiklar bilan hal bo'ladi 1 santimetr atrofidagi. Yu sezilmaydi odamga deyarli. Qoyil lekin. Proktolog ishiga ham qoyil lekin bir paytda o'zida. Kasal o'zini qanaqa his qildi keyin? Juda ham yaxshi uyga javob berganmiz. Yozib turadi, pitaniyalar so'rab turadi, nima ichi, nima yey. Juda ham yaxshi his qilyapti o'zini. И mamnun. Shu kungacha ularda jig'ildon qaynash bezovta qilgan, o'tfegi bezovta qilgan, ovqatlangandan keyin og'riqlar bo'lgan, chunki tosh bo'lgan, tosh qilgan. Gemorroy ham bezovta qilgan, og'ir vazn ham bezovta qilgan. Birdaniga hammasidan qutuldilar. Bu eng esda qolarli, ham esda qolarli, ham murakkab holat siz uchun. Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Aytib o'tganimdek, sizlar uchun qiziq bo'lmasligi mumkin. Yo'q, qiziq bo'ldi. Tasavvur qiling, buyog'ingizda 3 ta urganda, proktolog ham ishlayapti. Qiziq holat. Xo'p, bemorlaringizdan katta o'zgarishlarni ko'rganingizda nimalarni his qilasiz? Birinchi o'rinda albatta faxrlanishi, shuncha yil bekor ketmaganini и xirurglarda shunaqa faqat menda emas, u xirurglar o'rtasidagi gap bekorga yashab o'tmayotganini, hayotida hammaga foyda etayotganini. Keyin yana bitta narsani eslatib o'taman. 3-kursda adashmasam yo 2-kursdamikin neotloshkadan leksiya paytida leksiyamiz tugayotganda o'sha lektorimiz aytgan gap hech yodimdan chiqmaydi. Mana shuncha yil o'qiysizlar, biz sizlarga shuncha yil ta'lim beramiz, shuncha bilimimizni beramiz ustozlardan olgan. Bir kun kelib mayli umuman meditsinani tark etarsizlar bir kun kelib yoki meditsinani odam bo'lib qolarsizlar. Kimgadir foydanglar tegsa bir kun kelib yoki kimnidir hayotini saqlab qo'ysanglar, shu paytda eslab qo'yinglar, bergan bilimlarimiz, shuncha ketgan umringlar, shuncha olingan, qiynalib olingan bilimlar bekor ketmadi degan gap ko'p yodimga tushadi. Shunaqa patsientlar mamnun bo'lib telefon qilib yozgan edi. Albatta, har bir sohada natijaga erishsangiz va sizni bilimlaringizdan kimdir manfaatdor bo'lsa, bu manfaatda bu ham. Shifo topsa yoki xursand bo'lsa, qandaydir kayfiyat bera olsangiz, demak bu sizni bu hayotda yutganingizda. Endi patsientlar ham oddiy yozmaydi-da. 3-4 oydan keyin уже hayot o'zgargan, aytadi, umuman har tomonlama o'zgargan. Emotsiyalari bilan bo'lishadi-da. To'ldirib yoki audio zapis jo'natadi yoki mana shuncha SMS yozadi. Hayotim umuman o'zgardi. O'zimga bo'lgan ishonchim, oynadan ketolmay qoldim. O'zimga qarab to'ymayapman. Umuman ishda ham, hayotda ham, oilada ham yaxshi tarafga o'zgarish faqat deb mamnun bo'lib yozishadi. Tajribangiz haqida gaplashdik. Qancha bemorlarga, 400 dan ortiq bemorlarga yordam berganman dedingiz. Bariatrik yo'nalish bo'yicha 400 dan ortiq. Undan tashqari qanday amaliyotlar bajargansiz? Umumiy Xirurgiyada. xirurgik operatsiyalar aytib o'tganimdek, komandamizda har xil xirurglar bor и har birini operatsiyasida qatnashaman. Onkologiya, ya'ni rak. Onkologiyada ham jarrohlik qila olasiz. Yetarlik yutuqlarga erishganmiz, yetarlicha sanab bersa bo'ladigan shunaqa holatlar bo'ladi. Katta o'pqul, ya'ni o'simta bo'ladi, ichida polностью to'sib qo'ygan. Planoviy operatsiyaga olamiz. Polностью to'smagan holatda, ya'ni ekstreniy emas, planoviy operatsiya bo'lgan holatda qilinadi. Biz o'shalarni ham teshiklar bilan, ya'ni 4 ta kichik 1 santimetrlik teshiklar bilan hal qilib bergan paytlarimiz bo'lgan. Ya'ni katta o'simtani olib, ichinglar bir-biriga ulab, o'sha oddiy hayotga qaytarganimiz, ginekologik tarafdan ham ko'p
yutuqlarga erishganmiz urologetik tarafdan. Ichlarida eng faxrlansa bo'ladigan bu, конечно, onkologiya. Chunki onkologiya bilasiz, rak albatta. og'irroq soha qilinayotgan operatsiyalar bilan faxrlansa bo'ladi. Jamoamiz bilan. Universal ekansizda. Bitta men emas, jamoamiz. Biz bir kishi bo'lib ishlamaymiz. Mayli, endi kamtarlik qilmang. Xo'p deb qo'yavering. Xo'p, qarang. Oshqozon qisqartirish oddiy parhez va sport bilan ozishdan nimasi bilan farq qiladi asosan? Dieta qilib ko'rganmisiz o'zingiz bir qanaqadir vaznga erishmoqchi bo'lib? To'g'risini ayting. Dieta qilmaganman hech qachon. Men qilib ko'rganman, bo'lmasam o'zim primerimni aytib o'tib ketishim mumkin. 7 kiloga oziganman 2 oy davomida, lekin shunaqa qiyin bo'lgan. 7 kiloni 2 oydan keyin qaytarib olganman. Albatta dieta buzilgandan keyin juda ham katta volya kerak, dieta qilib, sport qilib ozib olishga. Irodali bo'lish kerak, 10 kilo, 15 kilo bo'lsa mayli, tashlab olarsiz bir narsa qilib. Siz bo'yingiz 1.60, 1.70 da 120 kilo vazn bilan qanday oziysiz? Yo 150 kiloga chiqqan bo'lsangiz, qanday oziysiz? Shu 120-150 kilogacha nimaga qarab turisharkin deyman-da, siqilib ketaman. Masalan, hozir harakat qilishadi. Masalan, hozir menda 2-3 kilo vazn qo'shimcha bo'lib qolsa ham, men o'zimni og'ir his qilishni boshlayman. Chunki men o'zimni nima deydi, vaznimga moslashganman. Bu men uchun stabilniy holat bo'lishi kerak. Ozgina vazn qo'shilsa ham sezaman yoki kamaysa ham sezaman. Odam baribir o'zini sezadi-ku. Organizm hammasi har xil. Anatomiya bir xil bo'lgan bilan reaksiyasi, bir faktorlarga bo'lgan nimalari, ta'sirchanligi har xil bo'ladi. Hammani bir xil ramkaga solib bo'lmaydi. O'zingizdan kelib chiqib qolganlarga ham falashmang deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, qo'pol gapirmoqchi emasman. O'zbekchilik aytib o'tganim, kimdir oilaviy sharoiti, kimdir majbur bo'ladi. Misol uchun kelinlar, erkak kishi ham masalan o'tirib pitaniyasiga qarab o'tira olmaydi. Bolalarni, oilani boqish kerak, ishlash kerak. Shunaqa joylari bor. Faqat o'ziga qarab yurish kerak-da, agar bir xil vaznda yurish uchun. Sizni kasbingiz shunaqa, ko'rinishingiz muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun siz o'ziga qarab yurasiz. Balki bu yerda genetika ham rol o'ynar. Aytib o'tgandek, ortiqcha vazn bitta faktor emas, hamma faktor yig'ilib birgalikda ta'sir qiladi. Pul ham ta'sir qiladi, yosh, joylashgan o'rni, pitaniyasi, stress, depressiya. Stress, depressiya fonida ham semirish mumkin. Albatta. Odamlar bor, alamini ovqatdan oladi. Bilasizmi, menda teskarisi. Agar stress, depressiya bo'lsa, taqa-taq ishtaha bo'g'iladi. Hattoki suv ichish ham hayolimga kelmaydi. Har taraflama yutgan ekansiz. Sizga stressdan foydaga ishlar ekan-da. Ozmoqchi bo'lsangiz stressga tushsiz bo'lar ekan-da, osongina. Menimcha hozir 24/7 stressda bo'lganim uchun turibman shekilli. Mayli, hazil. Operatsiyadan keyin bemorlarning hayot tarzi, ya'ni hayot sifati qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Buni qayta-qayta ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni kayfiyati yaxshi, o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'ladi. Endi bemorlar gapi. Bemorlarning gapi. Agar o'zimni gapimdan gapirsam noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki operatsiyani men o'zim boshimda o'tkazmaganman. Faqat bemorlar tilidan gapirishim mumkin. Hayot polностью o'zgaradi. Chunki semiz odam, qo'pol qilib aytganda, to'liq hayot yashamaydi. O't-bo'tga chiqsangiz kiyimingizga yarashmayotganga o'xshaysiz. O'zingizdan uyalasiz, erkaklar jinsiy zaiflik, bir bemalol yura olmaysiz, bemalol nafas ola olmaysiz. Ayniqsa vazn juda ham katta bo'lsa, u holatda ikkita zina chiqasiz, charchab qolasiz, ozgina yurasiz, charchaysiz. Hayot kачествоsi ancha tushib ketadi. Ortiqcha vazn. U o'zigandan keyin albatta sekin-sekin o'ziga qaytish boshlaydi, o'zgaradi har tomonlama. Demak, hayotini sifati yaxshilanadi, yaxshi tomonga o'zgaradi, kiyimlar yarashadi, kayfiyat ko'tariladi. O'zini yoqtirishni boshlaydi, o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, o'zini odam sevib qoladi-da. Bu bemor tilidan. Meni gapim emas. Bularning gapi emas, lekin o'zingizni sevishni xohlasangiz, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yana ham ko'tarilishini xohlasangiz, o'sha indeks massani hisoblab turib, sport, to'g'ri ovqatlanishga urinib ko'rganingizdan keyin, natijalarga erisha olmaganingizdan keyingina ushbu shifokor oldiga kelishni tavsiya qilamiz. Yana qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Aytib o'tganimdek, o'sha 22-yilda berilgan rekomendatsiya bo'yicha aytib o'tdim, o'sha faqat og'ir holatlarda emas, semizlikning yengil holatlarida ham operatsiyalar o'tkazsa bo'ladi. Sababini shunaqa qilib tushuntiradi xirurglar, ya'ni xirurgiya butunjahon bariatrik xirurglar assotsiatsiyasi shunaqa qilib tushuntiradi. Sen bu odamni 150 kilo yo 200 kilo bo'lishini kutma. Undan keladigan zararlar
qachon paydo bo'lishini kutma. Uni oldini olish kerak. 110 kilo, 120 kilo semizlik darajasi bor. Diyetalar sinab ko'rdi, konservativniy lechение oldi, sport bilan shug'ullandi, o'xshamadimi? Operatsiya taklif qilinishi kerak. Kutib o'tirish keragi yo'q. Bir kun semiradi. Misol uchun yosh bo'lishingiz mumkin, 25-26 yoshda uncha bilinmasligi mumkin, organizm ko'tarishi mumkin 100 kilo, 150 kilo vaznni. 30 dan oshgandan keyin, 35 dan oshgandan keyin faqat minus tarafga yurasiz. Muammo kattalashmasdan turib, agar hal siz qilish shu kerak. kuzatib turgan bo'lsangiz, ko'zingiz yetsa, buni oldini olishingiz kerak deyapti. Hal qilish kerak buni. Xo'p, bemorlar o'zi operatsiyadan keyin necha oy davomida o'z natijasiga erishishni boshlashadi? Qancha muddatdan so'ng ular o'sha sizga yaxshi SMSlar, audio xabarlar yuborishni boshlashadi? Birinchi haftadan уже yengillik boshlanadi. Birinchi haftadan? Davleniyalar oshayotgani bo'lsa, saxn diabet bo'lsa, ayniqsa tez bilinadi. Birinchi haftadan sog'liq jihatdan yaxshilanadi. holatlar bo'lgan. 30 saxr bilan, undan balandroq saxr bilan kelgan, chunki dieta ham qilmagan, korreksiya ham qilmagan, hech narsa olmagan. Yuravergan, ishda bilmagan, kelgan, o'lchaganmiz 30, ungacha ham o'lchagan bo'lganda 30 noto'g'ri o'lchayapman deb kelgan. Biz uni bir hafta tayyorlab operatsiyaga oldik. Operatsiyadan keyin sразу уже 6-7 saxr bilan yuribdi. Shularda sразу rezultat bilinadi. Agar faqat ozish uchun bo'lsa, 3-oyda o'sha normalniy bilinadi. Ancha vazn tashlab qo'yadi odam. 3-oydan vazn tashlaganini asosan his qilib. Birinchi oyda ham sezadi. Endi 10 kilo, 15 kilo kim uchundir vazn tashlashmasdi. Уже 3-oyga to'g'ri, katta masala bo'lsa. Katta vazn tashlaganda seziladi. Lekin bilasizmi, men hozir bir narsadan xursand bo'laman. Saxr, umuman qandli diabeti bor bemorlarda operatsiya o'tkazish muammo bo'lganda, ya'ni kesgan joyi bitmaydi, buni saxri bor, bu operatsiyaga kirolmaydi, baland yuradi deb cho'chishgan va men ham bu narsani ko'p guvohi bo'lganman. Endi hozir aytyapsiz, hattoki bu bariatriya jarrohligi sabab ortiqcha vazndan va saxr kasalliklaridan qutulish mumkin deyapsiz. Albatta. Meditsina joyida turgani yo'q. Quvonarli holat. Oldin qo'rqilgan. Men orqada qolib ketibman. Endi shuni sizdan o'rganyapman. Mana eshityapmiz. Bitmay qoladi yoki narkozlarda problema bo'lgan oldin. Hozir hamma yoq zamonaviy. Narkozni ham podrяд olsangiz ham bo'ladi. Oldin shunaqa gap bo'lgan. 1 yilda bir martadan ortiq olish mumkin emas yoki narkozdan keyingi har xil holatlar, bosh aylanish, ko'ngil aynishi kimgadir yoqmagan. Soch to'kilishi. Soch to'kilishi bizning operatsiyadan keyin ham kuzatilishi mumkin. Xotiralar kirdi chiqdi bo'lib qolishi. Yo'q, o'sha gaplar bo'lgan. Ko'p narkoz olganman, o'shaning uchun mana xotiram pastroqda. Shunaqa gaplar bo'lgan. Hozir unaqa emas. Yoki sezuvchanlik ortib ketishi. Menga ko'p aytishadi, tish shifokoriga borsam, bitta ukkolda uncha og'rig'i sezib turish davom etadi menda. Sezuveraman, oxiri voy nechta narkoz olgansiz? Hamma yog'ingiz operatsiya qildirganmisiz? Narkoz tagidan chiqmaganmisiz? Nimaga bunaqa sezuvchanlik yuqori? O'zi mana tibbiyotda nima uchun ayrim organizmlarda sezuvchanlik o'ta yuqori bo'ladi va shu holatda qancha miqdorda narkoz yuborish kerak bo'ladi og'riq sezmaslik uchun? Buni endi anesteziolog, reanimatologlar bilan maslahatlash kerak. Biz xirurg, biz faqat kesish bilamiz, qo'pol qilib. Biz faqat qassobchilik bilan shug'ullanamiz, uxlatib qo'yish ulardan so'raymizda. Nima uchun bemorlar aynan sizni yoki sizni jamoangizni va sizni klinikangizni tanlash kerak? Shu joyga maqtanishim kerakmi hozir shunaqami? Yo'q, siz bu yerda maqtanish emas, o'zingizni ustunlik taraflaringizni sanab berishingiz so'ralyapti. Ya'ni nima uchun? Shaxsan men borgan joyimda so'rayman, nima uchun men sizni tanlashim kerak? Sabab keltiring. Aytishim mumkin. Aytaylik, men shunaqa shifokorman, tajribamda bunday holatlar bo'lgan, yetarlicha malakaga egaman, yetarlicha texnikalarimiz bor yoki оборудование deymizmi? Umuman o'zingizni imkoniyatlaringizni sanab bering deyapman, maqtanish emas. Texnika, klinikani sharoiti hammasi yetarli. Taraf gapirmayman-da. Eng so'nggi uskunalardan foydalanasizmi yoki eskilaridanmi? Aytib o'tganimdek, bizda yaxshi tarafi bor. Xirurglar jamoasi. Nafaqat bizada endokrinolog, nevropatolog komandamizda anesteziolog, kardiolog, terapevtlar bilan birga ishlaymiz. Xirurglarning o'zi ham 5-6 kishida. Birinchi ustunlik tomoningiz sizlar jamoa bo'lib ishlaysizlar. Jamoa bo'lib ishlaymiz. Qanaqadir o'sha tekshiruvlar paytida yana qo'shimcha xirurgik yo'llar bilan hal qilsa bo'ladigan qo'shimcha kasalliklar chiqsa, hammasini birdaniga hal qilib beramiz. Yengil va oson tarzda. Bitta narkoz bilan.
bitta narkoz bilan ko'plab muammolardan xalos bo'lish mumkin. Bu ikkinchisi. Siz jamoangizdan chiqib boshqa bir klinikada faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, orqangizdan o'sha sizni tavsiya qiladigan bemorlar keladimi yoki kelmasmikan? Yoki faqat jamoaga qiziqib birdaniga hammasidan qutulaman deb kelarmikan oldingizga? Oho, jamoamiz ham ko'radi bu videoni albatta. Nima deb o'ylaysiz? Qo'polroq gapirishni xohlamagan bo'lardim. Kelajakda mabodo shunaqa narsa bo'lsa, kuzatilsa, ajralib ketsak jamoamiz bilan, menimcha hammani o'zini patsientlari yetarlik. Chunki mana nechta operatsiya qilgan bo'lsak, patsientlar bilan doim muloqotda bo'lamiz har birimiz. Har birimizga bo'lgan ishonch bor patsientlarga. Alohida meni qidirib kelishlari kuzatiladi, bo'ladi. Ishonasiz. Va Ishonaman. siz faqat bariatriya bilan shug'ullanasiz. Yo'q. Boshqasini ham qilaverasiz. Yo'q, men o'zimni faqat bariatrik xirurg deb hisoblamayman. Bariatrik xirurgiya bu bariatrik yo'nalish bitta qo'shimcha yo'nalish xirurgiyada. yo'nalish. Aha. Faqat bu bilan chegaralab qolmaymiz. Aytib o'tgandek, onkologiya va boshqa yo'nalishlarga ham qiziqish bor. Xo'p, yana bitta. Aytib o'tdingiz, to'g'ri. Operatsiyadan so'ng bemorlar bilan aloqada bo'lib turamiz. Ularni o'zlari ham minnatdorchilik bildiradi va bu jarayon qancha vaqt oralig'ida davom etadi? Ya'ni qancha muddatdan so'ng bo'ldi, ishonchim komil, bu bemor bilan hammasi joyida, bu bilan aloqada bo'lishim shart emas. Qancha vaqt kerak? Tamomila tuzalib, zo'r hayot turmush tarziga o'tib ketishi uchun. O'zi odatiy holatda 3 oydan keyin operatsiya haqida unutsa bo'ladi odam. Faqat porsiyasini o'zi uchun belgilab olsa, qorin to'yganda to'xtatishni bilsa bo'ldi yog'iga. Lekin biz shunaqa yaqin bo'lib ketamiz patsientlar bilan. 2-3 yil u yog'ida ham operatsiya qildirib, haligacha muloqotda bo'lib yurgan Yaqin bo'lib ketib choyxonalarga borib turamizda. Yo'q, choyxona emas u. Shunaqa holatlar bo'ladi, hattoki farzandlari yoki qarindoshlari qanaqadir yordam kerak bo'lsa, meditsinskiy tarafdan telefon qilib yoki Telegram orqali so'rashadi, maslahatlar. Men pediatr emasman. Bepul. Telegramdan pul olmaysiz. Yo'q, lekin nega olishadi? Biza xirurg, konsultatsiyani ayamaymiz. Biza asosiy ishimiz bu jarrohlik, ya'ni operatsiya. Shuning uchun konsultatsiya boshqalarga qiziqish yo'q. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Kimgadir направить qilish kerak bo'lsa, boshqa bo'lsa aytishimiz mumkin. Qiziq holat yana esimga tushib ketdi. Yaqinda bo'ldi shunaqa holat, esda qolarli holat. Kechki payt 3 da bitta patsientimiz telefon qildi. Tinchlikmikan deb, endi uyg'onasiz, har xil holat bo'lishi mumkin. Telefonni olsam 3 da morojeniye yesam bo'ladimi deb so'radilar. Bir tarafdan jahlingiz chiqadi albatta, bir tarafdan xursand bo'lasiz so'ragani uchun. Yesa bo'ladimi? Endi muddatiga bog'liq operatsiyadan keyin ruxsat berdi u. Уже 1 oy bo'lgan ekan, yesangiz bo'ladi, ko'p miqdorda emas faqat. 3 ta menimcha juda tortib qolganda. Morojeniye yemay xalvaro bugur deb urishib olmadingizmi? To'g'ri tushuntirdim. Keyingi safar iltimos agar iloji bo'lsa kunduz so'rang bunaqa narsalarni. Yoki uxlashingizdan oldin. Esga tushganda. Esga tushganda. Ajoyib. Sizni xizmatingizdan foydalanganim kelyapti. To'g'risini aytsam, juda ham g'amxo'r shifokor ekansiz, lekin afsuski baxtga qarshi ko'rsatmalar yo'q ekan menda. Bu ham yaxshi aslida. Ana endi mijozlar nima uchun aynan doktor Xoldorovni tanlashlari kerak? Endi aynan meni. Nima uchun aynan sizni? Komandani qo'yaylik. Umuman klinikani ham qo'yib turaylik. Mana men ko'rsatmam bor, ortiqcha vaznim bor, bir qancha sanab o'tgan kasalliklaringizni ayrimlari bor. Nima uchun aynan men doktor Xoldorovni tanlashim kerak? Menimcha hamma shunaqa ishlaydi, boshqa bariatrik xirurglar ham. O'zim haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha aytganimdek standart bo'yicha ishlaymiz, standartdan chetga chiqish yo'q. Kim uchundir tanish bilishchilik yo boshqasi ketmaydi, shunaqa holatlar bo'lgan. Даже iltimos qilib ketkizgan paytlarimiz bo'lgan. Patsientlar sizga operatsiya to'g'ri kelmaydi. Agar ko'rsatma bo'lsa, siz уже hamma narsani sinab ko'rgansiz, ya'ni ko'rsatma bor sizda shu operatsiyaga birinchi suhbat qilamiz sizga bu operatsiya qanchalik kerakligini. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi, odam rejimni buzib qo'yishi mumkin operatsiyadan keyin. Shuni ham suhbat davomida bilsa bo'ladi, buzadimi yoki yo'qmi. Buni qisqacha qilib, birinchi tanlashi kerak bo'lgan deb aytishim mumkin. Siz kelayotgan insonga
mijoz sifatida emas, bemor sifatida qaraysiz. Inson sifatida birinchi Chunki o'rinda. inson sifatida to'g'ri. Hayot bu yerda. Endi mijoz deganimni tushundingiz-a nimani demoqchiligimni? O'zi Ya'ni siz unga aslida pul manbai deb emas. doktorlar Hozir uchun mijoz so'zi juda ham qo'pol eshitiladi. aynan shu aslida. sababli aytyapman. Siz uni qo'pol qilib aytganda ko'cha tilida klient. Mm, Klientim yo'q, qancha ko'p bo'lsa, shuncha daromadim ko'p bo'ladi demas ekanlarda. Yo'q, Bu bu juda ham bemorga qo'pol eshitiladi birinchi haqiqatan o'rinda. ham qo'pol eshitilganligi uchungina sizni taqqoslab beryapman. Keyin ba'zi bir videolar ko'rdim YouTube'larda, to'g'ri, har bir inson o'zini fikrini bildirishga haqqi bor. To'g'ri. Oddiy inson sifatida mana siz ham moshina olmoqchi bo'lsangiz, Mhm. xohlasangiz GMni yomonlashingiz mumkin Mhm. sotib oluvchi sifatida. Mhm. Xitoy moshinalarini yomonlashingiz mumkin, Gentra puliga arzimaydi deyishingiz mumkin. Birinchi, Oddiy ikkinchisini qilmayman, lekin uchinchisini o'ylab ko'rish kerak. oddiy inson sifatida Mhm. sotib oluvchi, mutaxassis sifatida esa gapirmoqchi bo'lsangiz, aniq faktlar bilan, statistikalar bilan gapirishingiz kerak. To'g'ri. Shunaqa holatlar kuzatilyapti. Hattoki tushunishim bo'yicha vrachman deb bariatriyani yomonlayotgan, lekin fakt, statistika keltirilmayapti hech yerda. Faqat quruq gap. Ba'zida shunaqa gaplar ham eshitdim. Hamma videoda chiqayotgan patsientlar bular sotib olingan yoki yo'llanilgan. Men birorta xirurg tanimayman. Xirurglar, eslatib o'taman, xirurglar orasida konkurensiya yo'q. Mhm. Boshqa bariatrik xirurglar, umuman xirurglar orasida bunaqa narsa yo'q, chunki bu inson hayoti. Biz doim bir-birimiz Nega bilan konkurensiya bo'lmaydi? o'pit alishamiz. Yo'q, bir-birimizga o'pit kerak. Aniq yo'qmi? Yo'q, konkurensiya. Chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Raqobat bor, bunaqa ma'noda emasda, bir-birini sindirish yoki boshqa Белая narsa. зависть. O'zi uchun Yaxshi ma'noda. kuchli xirurg bo'lish hamma uchun albatta bu erishish kerak bo'lgan, oldiga qo'yilgan maqsad. Mhm. Bu bilan sport qilmayman, lekin konkurensiya deganda mana u biznesmenlarga o'xshab yo boshqa sohaga o'xshab bir-birini sindirish yo'q. Biz bir-birimiz bilan doim o'pit almashamiz, chunki hammamizni o'pitimiz bir-birimizga kerak bo'ladi. Lekin tan olib ayting, har bitta sohada o'sha pul orqasidan quvib, keraksiz bo'lgan joylarda ham shu amaliyotlarni o'tkazadigan shifokorlarimiz, qo'sh tirnoq ochadigan shifokorlarimiz yo'q emas. Yo'q emas. Balki bordir, balki yo'qdir. Hammani o'zini tushunchasi bor, hamma o'zini oqlash harakatida bo'ladi, hamma o'zi uchun haq. Siz ham o'zingiz uchun, biz ham o'zimiz uchun, u doktorlar ham o'zi uchun haq qaysidir ma'noda. Noto'g'ri qilayotgani ham bordir, kuzatilayotganidir. Lekin ras spetsialist haqida gapimga qaytaman, ras mutaxassis sifatida shu narsani yomonlayapsam, fakt keltirish kerak, statistika keltirish kerak. Men hozir gapirayotgan gaplarim hammasi bu o'sha aytib o'tganimdek VOZ tomonidan gapirilgan o'sha organizatsiya, xirurglar tomonidan tuzilgan organizatsiya tomonidan keltirilgan statistikalar hammasi. Gapirilayotgan gaplar ham hammasini o'qib chiqqanman, hammasi bor. 22-yilda chop qilingan, 2016-yilda kuzatilgan semizlikdan kelayotgan oqibatlar, 2016-yilda o'zi kuzatilganda 1 milliard 900 million aholi ortiqcha vazn bilan aziyat chekayotgani statistikada bor. Bu 2016-yildagi statistika. 1 milliard 900 million deyarli 2 milliard aholi. Bu 2016-yilda. Bu sifralar kundan kunga oshyapti. Sababi juda ham chiroyli yashayapmiz. Siz ham lekin suhbatimizni juda ham chiroyli qilyapsiz-da. Hozir bizani kuzatgan odam, ko'rgan odam hayot go'zal, tabiat rangli deyaveradida. Keling, nozik tomonlarini ham ochib beraylik. Mayli. Bariatriyani salbiy oqibatlarini ham aytaylik. Aytaylik, siz jarrohlikni to'g'ri bajardingiz. Va to'g'ri yo'nalish berdingiz. Bemorda buning uchun tavsiyalar bor edi. Sog'liq jihatdan, semizlik, ortiqcha vazn jihatdan ishingizni to'g'ri bajardingiz. Lekin bemor xatoliklarga yo'l qo'ysa, sizga minusga ishlash mumkin bo'lgan joylari bormi? Bor, albatta. Bo'lgan holatlari ham bor. Hamma ham odobli o'quvchi bo'lib aytganingizni qilib chiroyli hayotga tushib ketmaydi-ku. Kuzatiladi. Afsuski bunaqasi ko'p emas-u, kuzatiladi. Bir oyda 1-2 marta bo'lib turadi. Misol uchun aytaman, bitta patsientkamiz 2 hafta o'tgandan keyin go'sht yegan, qo'pol qilayotgan shashlik yegan, kuskavoy. Hatto faqat bulyon ichishi, suv ichish kerak bo'lgan, tushuntirilgan hammasi. Yegan, mazasi qochgan, oshqozon уже напряжениеga tushgan, уже psixический tarafdan qo'rqib qolgan, даже suv ichgani. 2 kun uyda yotgan, organizm suvsizlangan, keyin bizga murojaat qilishgan. Biz chaqirganmiz, o'zimizda 3 kun davolab, o'ziga kiygizib, yana javob berganmiz. Voy xudoyim, 2 haftadan keyin shashlik yevorganlar.
nima operatsiya qilganmisizlar qayta Yo'q, ochib operatsiya nima qilib qilgansizlar? go'sht o'tmagan tabiiy holi, chunki slif rezeksiya operatsiyasi, ya'ni oshqozon kichraytirish operatsiyasidan keyin trubuchka bo'lib qoladi oshqozon. Tiqilganda qaytarib chiqarib yuborgan. Lekin oshqozon напряжениеga tushgan, uni og'rig'i juda ham kuchli bo'lgan, hali yaralar to'lib bitmagan joyda katta qisqarish bo'lganda. Undan keyin odam o'zi qo'rqib qolgan, hatto suv ichgan. Hozir suv ichaman, undan battar bo'ladi, qo'rqib Stress qolgan. fonida. Mashtiga bir narsa turib qolganga o'xshaganda, qo'rqqan. Suv ichmagan, hech narsa yemagan, 2 kunda holsizlanib qolgan. O'zi qachondir shashlik, go'shtlik yeyish mumkin bo'ladimi bu? 3 oydan keyin. 3 oydan keyinmi? 3 oydan keyin. Bemalol. Bemalol. Xuddi bizga o'xshab ovqatlanib yuraveradi. Sizga o'xshab yeydi, lekin Kamroq yeydi. ko'p yemaydi. Tez to'yib qoladi-da. Tez to'yib Shuni qoladi. hisobiga organizm ozishni, o'ziga qaytishni Ajoyib boshlaydi. savollardan bittasi, yana beriladigan ichsa bo'ladimi deydi. Biz kulishamiz. Operatsiyadan oldin, misol uchun, gradusiga yetib borish uchun 300-400 millilitr ichish kerak bo'lsa, operatsiyadan keyin sizga 50 millilitr ham yetadi deb. Chunki tez so'riladi, operatsiyalardan keyin tez o'zlashtiriladi, tez ta'sirini boshlaydi. Shunaqa plus taraflari ham bor. Yo'q, hozir xalqimizga buni plus taraflari demaysiz. Minus tarafi. Spirt, alkogol mahsulotlaridan ham ekonom qilib ozginaga ham kayf bo'larkansiz degan ma'lumot bo'lib qolmasin. Biz ichmaslik, chekmaslik maslahat beramiz operatsiyadan keyin. Albatta salbiy ta'siri bo'ladi. Odamda vkus o'zgaradi, shu bahona ichishi ham, chekishi ham tashlash iloji bor. Masalan, operatsiyadan oldin yog'li ovqatlarga tortgan bo'lsa, operatsiyadan keyin siz правильный питаниеga avtomatik o'tib qolasiz. Ko'p kuzatiladi patsientlar. Tortmay Xohish qo'yadi. bo'lmaydi. O'zida xohish bo'lmaydi. Yog'li narsalarga, qovurilgan narsalarga xohish bo'lmaydi. Xohish bo'lsa ham xayolingizda bo'ladi, o'zlari tushuntirishadi. Patsientlar gapi bu. Mana 2 hafta o'tgandan juda ovqat yegim keldi, juda ochqanim, lekin bir qoshiq bulyon ichganda to'yib qoldim. Shu hammasi esdan chiqdi. O'zi oshqozonni hajmi qancha bo'ladi va qanchaga qisqaradi? Hozir turbuchka bo'lib qoladi deganingizga men hozir hammada har tasavvur xil, qildim. lekin qolinadigan qismi hammada deyarli bir xil qoladi. Standart bo'yicha o'sha zond qo'yiladi, zond liniyasidan katta qancha qismi bo'lsa olib tashlanadi. U zond sizga yetarli darajada ob'yom qolgizadi. Siz bemalol bulyon ichib, suv ichib, bir oydan keyin o'sha blenderdan o'tgan ovqatlar yeb, 2 oydan keyin oddiy ovqatlar yeyishingizga yetadigan darajada qolgiziladi. U уже ko'p tekshiruvlardan o'tgan. Yo'q, qalinroq bo'ladi. Ikkita. Ko'rsatish kerakmi? Ana. Shundan qalinroq bo'lsa kerak. Shundan qalinroq bo'ladi. O'zi o'rtacha oshqozonni hajmi mana shu qo'limda chiqadimi? Bo'sh holatda qisqarish mumkin shu darajagacha ham. Endi to'lganda juda ham katta bo'ladi. Endi bizga kichkina patsientlar kelmaydi. Sizdaqa ob'yomli patsientlar keladi, ularda oshqozon ham ob'yomli bo'ladi. Oshqozon operatsiyasini qildirishga ko'rsatmasi bor, tavsiyalar bor, semizlik, hamma kasalliklar bor. Lekin ikkilanayotgan bemorga qanday tavsiyalar berasiz? U psixologik jihatdan tayyor bo'lmagan insonlarga. Qo'rqyapti, qo'rquv, dahshatli qo'rquv bor hozir. Yaxshi natijaga erishgan bilan yomon odzivlar ko'pincha insonni baribir fikrini band qilib qo'yadi-da. Menda ham shunaqa bo'lsa-chi. Mencha yetarli yomon odzivlar. Menda ham misol uchun oshqozonim yorilib ketsa-chi, nafsimni tuyolmay yeb qo'ysam qonab ketsa-chi yoki nimadir bo'lsa-chi. Xullas shu ikkilanishlar. Qo'rquvni yengib o'tish uchun. Bunaqa odamlarga maslahat bergan bo'lardim. Xirurglar bilan emas, doktorlar bilan emas, birinchi o'rinda shu operatsiyani boshdan o'tkazgan odamlar bilan gaplashish. Chunki aytib o'tganimdek, men ham har xil gap gapirishim mumkin, ko'nglimga kelganini gapirishim mumkin, kayfiyatga qarashim mumkin. Boshimdan o'tmagan bu narsa. O'zim nima desa bo'ladi, oxirgi momentlargacha bilmayman operatsiyadan keyin odam nimani his qiladi. Lekin operatsiya bo'lgan odamlar hammasini biladi, boshidan o'tkazgan. Bizda buning uchun hattoki ochiq chat ham bor Telegramda. Bemalol shu odamlar operatsiya qilmoqchi bo'lsa yoki kimdadir niyat bo'lsa, oldin operatsiya bo'lgan patsientlar bilan bemalol suhbatga kirishinglar. Hammasi ochiq oydin. Hech yerda yashirincha ish qilinayotgan yo'q, hech kim yo'llanmagan. Bemalol gaplashsa bo'ladi. O'sha odamlar bilan suhbatlashsin. Faqat bizda demoqchi emasman. Kimga operatsiya qilmoqchi bo'lsa ham, agar показания bo'lsa, sog'lig'iga zarar yetkazayotgan bo'lsa, hayotda kачествоsi tushgan bo'lsa, qilmoqchi bo'lsa, shu patsientlar bilan gaplashib ko'rish doktordan oldin. Demak, siz operatsiya o'tkazgan bemorlaringizga Telegram ochiq chati bor deyapsiz. O'shanga bemalol qo'rqmasdan marhamat qo'shiling. Biz hech kimda qanaqa o'tgan? U yerda filtr qilinmaydi, bor gap gapiriladi. Haqiqiy odamlar? Haqiqiy odamlar hammasi operatsiya bo'lgan odamlar. Xohlasangiz siz ham qo'shib qo'yishim mumkin, gaplashib operatsiya bo'lmaganman-ku. Nima qilaman? O'z uchun yolg'on gapirmagan bilib olasiz.
Ha, tushunarli. Do'pposlarni tashlashadi, birga tushgan rasmlarimizni tashlashi mumkin. 1 yil oldingi, 2 yil oldingi nimalar o'tkazishgan, hammasini aytib berishadi. Ular hammasi hayotdan mamnun, shuning uchun hech narsani yashirishmaydi. Ular ham biz ham shu narsani boshimizdan o'tkazganmiz, shuning uchun bo'lishni xohlaymiz deb o'zligi hatto Instagramga chiqayotgan Volontyor sifatida yordam berishni ham videoga xohlashadi. chiqayotgan patsientlar ham shunaqa o'zlari aytishmasa biz hech kim majbur qilib yoki iltimos qilib videoga olmaymiz. Lekin suhbatimiz boshida shunaqa yolg'ondan ham chiqarib yollab qilishadi. Shunaqa gaplar bor dedingiz. ekan, tushunishim bo'yicha, lekin birorta xirurg tanimayman bunaqa ish qilayotgan. Patsientlar o'zi rozi bo'lib, o'zi aytgani uchun olinadi videoga. Siz baribir bor tangani ikkinchi tomonni ochmayapsiz-da. Misol uchun Hammasi chiroyli ketyapti-da. Ramkadan chiqmayapmiz. xirurgiyaga sal yengilroq qarash kerak. Aytib o'tganimdek, oldingidaqa bu o'ylab yotishlar, mana shuncha kesiklar yo'q. Xo'p, mana qarang. Xirurgiya yengillik уже Operatsiyani o'tkazgandan keyin afsuslangan odamlar bo'lganmi? bo'lgan. Hammasi afsuslanadi birinchi kun. Birinchi kun yo o'zi Birinchi kun umuman. ham bo'ladi. Bekor bo'ladi. qilibman. Bo'ladi. Maza qilib ovqat yemayapman. Birinchi haftada ham bo'lishi mumkin. Chunki mani o'tirishim bor edi, boshqa bor edi, to'yim bor edi, yeyolmadim. No, yengillikka erishib, xohlagan rezultatga erishgandan keyin hammasi rahmat aytadi. Aytib o'tganimdek, hali bo'lmadi 3-4 oydan keyin ham bekor qilgizibman, senlarga bekor boribman yoki gapingga bekor ishinibman degan narsa bo'lmadi. Shuning uchun yengilroq qarash kerak bu narsaga. U har xil odzivlar yuraveradi. Siz aniq shu narsani boshidan o'tkazgan odam bilan gaplashing. Afsuslanish bo'ladi qachonki shu operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrida qiynalganligi uchun, joni og'riganligi uchun yoki ayrim joylarda cheklovlar bo'lganligi juda uchun. qiynalib og'rimaydi. 3 ta teshik 1 santimetrlik, biz teng bo'lib og'riq qo'zg'uvchilar qilib turamiz. Irim-sirim uchun og'riq bo'ladi. Endi operatsiya degan nomi bor, ozmas. Endi hammani joni shirin, kimgadir ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Ha, men operatsiya bo'lganman, nima? Ozroq Vahima qilib. Boshida. Boshida birinchi kun afsus qiladi dedingiz. Bir hafta, 2 haftadagi cheklovlar qiynaydi va 3 oyda o'sha chiroyli hayot turmush Уже birinchi tarziga oydan o'tish. keyin ham endi hammasini aytadigan bo'lsak, 3 oydan keyin hammasi aloqaga chiqib, umuman gaplashmaganlar ham, xafa bo'lgani ham bo'lishi mumkin, lekin 3 oydan keyin umuman kasda boshqacha aylanishni boshlaydi. Qarang, operatsiya haqida o'ylayotgan inson mana bizni ko'rib turib, shunaqa chiroyli suhbat bo'ldiki, ya'ni hech qanaqa minus tomonlarini eshitmadi. Bir kun, 2 hafta chidasam zo'r ekan deb. Ana shu insonga qanday tavsiyalar berasiz? Ya'ni hozirdan u qanday qadamlarni bosishni boshlash kerak? Aha. Ya'ni jarrohlikka qadar qanday etaplardan o'tib olish kerak? O'zini tayyorlab borish kerakmi yoki bo'ldi, men keldim, meni ko'ring, men semirib ketganman, olib tashlang shu yonni deb kelaverish kerakmi? Kerak. Yo'q, unaqa bo'lmasligi kerak. Birinchi o'rinda o'zini tayyorlash kerak. Psixически aytganimdek shu operatsiyani o'tkazgan odamlar bilan yaxshilab suhbat qilish kerak. Shu narsaga Suhbat, ruhan men tayyorgarlik. tayyormanmi, yo'qmi, o'ziga savol berish kerak. Tayyor bo'lsa, keyingi o'rinda уже kimga borish kerakligini. Hozir bariatrik xirurglar yetarlicha. Instagramga kirsangiz ham 10 dan oshiq insonlar chiqib keladi. Xohlasangiz chetda qilgishingiz imkoniyati bor. Endi o'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib. Xohlasangiz O'zbekistonda. Keyin bu xirurgga yaxshilab o'rganib chiqishni maslahat beraman. Patsientlar bilan suhbat olib borish, necha yillik o'qitga ega, qanaqa rezultatlarga erishyapti, iloji bo'lsa hamma bilan kerak bo'lsa konsultatsiyaga borib ko'rsin, 5-6 tasiga. Odamda shunaqa narsa bo'ladi, nechta patsient bilan gaplashgan bo'lsam, o'zi jiz aytadi. Operatsiya qilgizish kerak bo'lgan odamga shu ko'nglida jiz aytadi. Bo'ldi, sizda qilgizaman. Hamma bilan gaplashdim, lekin menga nimadir yoqdi yoki menga shu qilgan ishlaringiz yoqdi. Tanlash imkoni bor. Faqat bizga kelish shart emas, bemalol aylanib ko'rish mumkin. Nega endi biz hozir o'zimiz haqimizda gaplashyapmiz-ku, faqat bizga kelishlari kerak. Yo'q, bunaqa egoist emasmiz. Nega egoist bo'ling? Aytib o'tganimdek, o'zingizga ishonasiz. Faqat natijalaringiz zo'r. bariatrik xirurgman deb hisoblamayman. Hamma xursand. Har xil yo'nalish. Vdруг bariatriyani admin qilinib, bu narsa qoralanib, yo'q bo'lib ketgan taqdirda ham Tim bo'li. patsientlarim yetarli, qiladigan ishlarim Universal, yetarli. serqirrak, keng qamrovli operatsiyalar o'tkazadigan shifokor bilan suhbatda bo'lyapmiz. O'ta kamtar ekanlar, lekin bilasizmi, o'ta kamtarlik ham manmanlikni kirib qoladi. Tarbiyalik ko'rganimda ozgina. Kamtar bo'lib kelaman deb oshirib yubordingiz lekin. Oshib ketdi. Xo'p, qarang, Instagram haqida gapirib o'tdingiz-da. Ko'pincha hozir insonlar umuman
shifokor nafaqat shifokor tanlashda, biron bir yerni, biron bir joyni mutaxassisni tanlab borishda Instagramdan kirishadi, poisk berishadi, qidirib topishadi, bundoq qarashadida, подписчикка, ya'ni obunachilarga qarashadi, prosmotr охватlarga qarashadi. Kimda ko'proq bo'lsa, kimda marketing, reklama zo'r qilingan bo'lsa, bu yerda SMMni xizmati katta, shifokorniki yoki mutaxassisniki bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan o'shani tanlab ketishadi. Balki. Bu qanchalik to'g'ri? Men bilaman, umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmaydigan, lekin ishini ustasi, har qanaqa joydan yorib chiqadigan insonlarni bilaman-da. Ular shunchaki media bilan ishlamaydi. Xo'p, siz mediaga qanchalik e'tibor qaratasiz va bu qanchalik sizni tajribangizda muhim ekanligini tan olasiz. Ya'ni media marketing shifokorlarimizni darajasini ko'tarishga qanchalik hissa qo'shadi? To'g'risini aytsam, tan olib aytsam, o'zim juda yomon ko'raman shu Instagramda o'zimni ko'rsatishi yoki mana shunaqa podkastlar berishi menga unaqa demang, men bilan yaxshi o'tayotgandir endi. Siz bilan yaxshi o'tyapti. Hijolat qilmang. O'zi aslida, lekin zamon talabi. Nima qila olamiz? Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Zamon shunaqa talab bo'lib qoldi. Hozir unaqa yomon ko'raman desa, siz ham yoqmayapsiz, chiqib keting desa. Yo'q, unaqa gap emas. Borini aytish kerak. Men to'g'risi kasbimni juda ham hurmat qilaman. Osonlikcha erishmaganman, tan olish kerak. Bu holatga har kuni kerak bo'lsa, haligacha o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Chunki meditsina yangilanib turadi, yangi operatsiyalar, yaqinda ham chetga borib keldik, yangi operatsiyalar ko'rish uchun, o'rganish uchun. Kasbimni hurmat qilganim uchun, juda ham qiyinchilik bilan erishganim uchunmi yoki hurmat qilib qaysidir ma'noda yoqtirmasam ham, lekin shu narsa kerak hozirgi kunda, chunki siz aytib o'tganingizdek, birinchi o'rinda Instagramga qaraydi odamlar. Qilayotgan ishingizni ko'rsatib berishingiz kerak, rezultatlarni. Ular bo'lmasa, siz уже avtomatik Yo'q, endi fu emas, lekin inson hozirgi xalqni fikrlashi shunga borib taqalyapti-da. Zamon talabi. Tan olish kerak. Iloji yo'q, mana biz ham tan olaman, butun boshli komanda bor, SMMshik. Shu yo'nalish bo'yicha, chunki vaqtingiz mehnatingizni yoritib, ko'rsatib berishadi. Ya'ni operatsiyagacha bo'lgan suhbatni olib boradigan bolalar bor, chunki vaqtimiz точно yetmaydi u narsaga. Aytib o'tganimdek, 9 ta, o'rtacha 3 ta operatsiya qilib turganmiz ham bir kunda. Bu degani Instagramga yoki boshqasiga vaqt yo'q. Va biz jurnalistlar ko'p aytamiz, notiqlik san'ati faqatgina jurnalistlar yoki boshlovchilar uchun emas, har bir soha vakili uchun muhim. Chunki siz o'z ishingizni ustasisiz va uni yoritib bera olsangiz, shu narsa nima uchun kerakligini yoki nima uchun kerak emasligini nutqingiz bilan chiroyli qilib tushuntirib bera olsangiz, menimcha o'ylayman, bemorlarda ortiqcha savol, ortiqcha nima deydi, hayratga tushish holatlari kamayadi. Va siz ish jarayoningizni to'liq tushuntirganligingiz uchun bu o'zingizga ham foydaga ishlaydi. Ya'ni hech qanday sizni huzuringizga, oldingizga kelgan inson bemor bo'ladimi yoki qiziqib keladimi, siz haqingizda to'liq ma'lumotni oldindan bilib keladi. Ortiqcha savollar bilan eplarmikan, yosh ekan-ku, poplab qo'ysa nima qilaman va hokazo gumonlar bilan emas, o'sha isbot dalilingiz bilan. Sizni qilgan ishlaringiz, bu sizni portfolioyingiz, bu sizni yuzingiz, bu sizni obro'yingiz, umuman sizga ortiqcha hech qanday bir shubha gumonlarsiz erkin o'zini topshirib keladi. Bu foydaga ishlaydi. O'ylaymanki, bugungi podkastimiz ham faqatgina sizdan mana ijobiy fikrlar oldim. O'ylaymanki, agar menda ham shu muammolar bo'lganda ikkilanmasdan, bo'ldi, men ko'nglim to'q, bemalol qo'rqmasdan qildirsam bo'lar ekan, chunki jarayon ham unchalik og'ir emas, reabilitatsiya ham ko'p vaqtni talab qilmaydi, sog'lom hayotga, chiroyli, go'zal turmush tarziga oson, yengil usullar bilan o'tish mumkinligini tushunib oldim. Xo'p, ana endi navbatdagi savol. O'zi siz bilan suhbatlashishdan oldin men asosan meni auditoriyam ayol qizlarimiz, ayol qizlar baribir ozgina semiz bo'lsa ham ozish haqida so'rash. Menda beriladigan savol shu edi. Qanaqa qilib shunaqa yurasiz? Qanday saqlaysiz? Nima qilasiz? Men o'ylayman, menimcha turmush tarzi o'zi tabiatan kam ovqat yeyman. Suv, meva, sabzavot o'zi tabiatan unaqa yog'li, bir og'ir ovqatlar tortmaydi. Tortsa ham ozgina yeb qo'ysam qiziqish uchun og'irlik hissi oshqozonda botishli bo'ladi. Bu meni asliyatim. Lekin ayollar so'raydi, qanaqa qilib tez ozish mumkin? Mana bunaqa kofedan ichsam nima bo'ladi? Ozdiruvchi choylar, qahvalar. Shularga qanaqa qaraysiz? Ozdiruvchi qahva deyishadi, ozdiruvchi tabletkalar deyishadi, ozdiruvchi dorilar, choylar. Umuman ko'p turi chiqib ketdi-da, lekin biz buni bitta ko'rsatuvimizda yoritganimizda ichida
sibutramin moddasi bor ekan, ya'ni narkotik. Mhm. Ya'ni organizm shu narkotikni talab qilishni boshlaydi, xuddi kofein, kofemanlar bor-ku, ichkisi kelaveradi yoki boshqa mahsulotlarda ham bor, tortaveradi. Xuddi shunga o'xshab ayrim, ya'ni 20 dan ortiq turlarini sanab o'tildi. Xuddi shu sibutramin moddasi bu narkotik ekan. Insonda shu narsaga o'rganish hosil qilar ekan. Qarang, bu biznesda, bu sanoat ketyapti. Ozdiruvchilar uchun. O'rganib qoladi. Ichganda xuddiki ozgandek tuyuladi, tashlab yuborsa semiradi. Lekin tashlab yuborganda ham tashlab yuborolmaydi u mahsulotni. O'ziga Yana tortadi, yana ichgisi keladi. Aytishadi qizlar. Voy, tug'ruqdan keyin shunaqa kofe topdim. Shuni ichganida mazasi ham shunaqa shirin. Shunaqa zo'r ozdiryapti. Ishtahamni bo'g'adi, faqat o'zini ichkim keladi. Tushunyapsizmi? Ozdirish usullari juda ko'pda. Va buni qanaqa qaraysiz bunga? Bu ham ozib yuribdi. Nima qilibdi? Har doim ichsam deydi. Hamma narsani o'zini o'rni bor. Xalq tabobatini ham, domlalarni ham, bormi og'riq demadingizda? Tabiblarni ham, ishonch bildirsa bo'lishi mumkin, hattoki yengillik topishi mumkin shu odamdan. Shuningdek, balki bu narsalarda ham foyda zarari bordir, lekin bir chuqur o'rgangan joyim yo'q. Aytib o'tgandek. Yo, keling, mana xalq tilida, mayli, xirurgsiz, mendan boshlovchiman. Xalq tilida gaplashyapmiz. Xalq tilida ayting. Qanday qaraysiz? Masalan, men qarshiman bu narsaga. Isbotlanmagan joyda, isbotlanmagan, tekshirilmagan, ishonchi yo'q mahsulotni iste'mol qilmayman. Men shaxsan o'zim. Juda ham to'g'ri fikr shu narsa. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, tabiblarga hayotda bormaganman, bormayman ham. Hozir 21 nima uchun sun'iy intellektgacha rivojlanyapti? Sizni turishingizdan hamma narsa, hattoki to'g'ri gapirishni shu tekshirib turadigan apparatlargacha bor-da. Bor. Shunchaki texnika shu darajada rivojlanyaptiki, u sizni ichingizda nima o'tyapti, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, hammasini tekshirish mumkin. Shunaqa rivojlangan bir zamon oldinga qarab ketayotgan davrda tabibda nima bor? G'alati o'tlar. Mayli, o'tlar bilan davolash mumkin. Tib qonunlari, Ibn Sino ta'limoti, bularga boshimni egaman. Tan beraman. To'g'ri. Ko'p joylarda aytishadi, chigirtkani qovurib yesa, o'sha sib qo'yishni oldini oladi, bir narsalar davolaydi. To'g'ri bu. Lekin o'sha paytda rivojlanmagan davr bo'lgan va insonlar yashash uchun kurashgan deb hisoblayman. Qandaydir yechimini shifo topish kerak bo'lgan shu narsalarni, ya'ni imkoniyatingiz bo'lmasa, albatta sinab ko'ring. Lekin imkoniyat bo'lib turib, tabibga borib, dori-darmonlar yozishyapti. Dori bilan, tabletka bilan davolayapti. Apparatda tekshiruv yo'q, tabletka bilan davolaydi. O'zicha nimagadir erishadi. Kerakmi faqat biz bariatriyani emas, ya'ni atrofda sodir bo'layotgan tibbiyotga oid bo'lgan jarayonlar. Mana hozir men sizga aytayapman, siz men faqat xirurgman deyapsiz. Ramkadan chiqmayapsiz yana. Men faqat xirurgman, yomonlagingiz kelmayapti. Yo'q, yomonlashda emas. Har bir sohani o'zining mutaxassisi bor. Yo'q. Siz mendan mutaxassis sifatida so'rayotgan bo'lsangiz. Mutaxassis sifatida emas, keling xalq tilida gaplashamiz. Xalq tilida bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, mana mutaxassis sifatida hammasi zo'r ekan. Aytayapman, semiz bo'lganimda qildirardim sizga. Rahmat. To'g'risi, yo'q. Hozir mana gaplashib aytyapsiz, yengillik, boshqa shunaqa gapiryapsiz, odamni aurasi ham tortadi-da. Siz gapiryapsiz, xuddiki hammasi zo'r o'tdi, o'sha qaytdim, hayotga. Lekin shunda ham unaqa yengil qarash kerak emas. Xirurgik amaliyotini eng oxiriga qo'yish kerak. Yo'q, siz qo'rqitmayapsiz-da, to'g'ri. Qo'rquv, siz bilan gaplashganda qo'rquv yo'q. Qo'rqitadigan narsam yo'q chunki. Mana bizani ekrandan tashqaridan ko'rib turganlar ham buni his qildi. Qo'rquv yo'q, ya'ni ikkilangan odam o'ziga xulosa chiqarib, yo bu yonni tanlab ketadi. Lekin yana qaytyapman shu temaga. Ozdiruvchi mahsulotlarga. Mana dieta, sportdan tashqari kofe bilan ozib. Nima qanaqa qaraysiz? Tabiblarga borib bir narsalar qildirganlarga yoki gemoroyi bor odamga proktologga borib nima qilasan? Qo'y sveji so'yilgan dumbasini shunday qo'yib bor, yaxshi qiladi deydi. Yaqinda shunaqasi ham bo'ldi. Biz proktologga kelgan, issiqqina bo'lsa qaytib ketadi, yaxshi bo'ladi degan bo'lgan. Kimdir qo'shnisi menimcha, qaysidir aytgan. Kuydirib olganda. Jizzax qilib qo'yganmi shunda? Kuydirib azobni o'zi tortdi odamni. Endi hammani gapiga ishonib ketish kerak emas, birinchi o'rinda. Ba'zi holatlar bo'ladi, san'atkorlar yoki blogerlar bir narsani reklama qilsa, odamlar shunday yopishib oladi. Agar ular reklama qilayotgan bo'lsa, mutaxassis sifatida emas, shunchaki
reklama ishini qilib bajaryapti. beryapti. O'zini ishi, O'zini blogerlar ishini tirikchiligi, bajaryapti. san'atkorlar tirikchiligi bu. To'g'ri tushunish kerak. Mutaxassis sifatida sizga reklama qilmayapti. Mhm. O'zi sinab ko'rib, o'zi buni tekshirib, unaqaga blogerlarda ham, boshqasida ham vaziyat, imkon yo'q. Har bir narsani, har bir reklama qilayotgan mahsulotni tekshirib chiqishi. Rosa yaxshi inson ekansiz. Rahmat. Rostdan. Hech kimni yomonlamaysiz, hech kimni xafa qilmaysiz. U doktor odamga yarashmaydi Hamma birinchidan. narsaga ijobiy fikr bildirasiz. Tushuntirib o'tishimiz kerak. Siz Shu- bilan shu- men shu narsani tushungan holda, chunki To'g'ri. odamlar jiddiy qabul qiladi. To'g'ri. Ba'zida shunaqa bo'ladi, shu bloger reklama qildi. Bu Mhm. bloger reklama qilgan bo'lsa, Lekin ishi bo'lgani uchun. ba'zida bilasizmi, odamlarni sergakligi ham tortib qo'yish kerak. Shuni aytib o'tyapmiz, mana siz bilan biz eslatib o'tyapmiz. Hammasiga ishonish kerak emas. Ko'zinglarni ochinglar. Shunaqa holat bo'ldi. Mana kechirasizlar, balki negativlar yog'ilib kelar. Yog'ilsin endi, muhokama bo'lsin. Ana unaqa o'stri temalarga o'taman. Chorniy piar, to'g'ri piar. Xo'p. Yulduz Usmonova yaqinda gapirgan gaplari mana частныйлari yomonlab chiqqan, meditsinani ozgina. Endi bu yerda ham odamni faqat oddiy inson sifatida o'zini fikrini bildiryapti. Balki san'atda o'dir, juda ham katta yutuqqa erishgandir, lekin meditsinada mutaxassis sifatida maslahat bermayapti-da, u yerda mutaxassis bo'lib gapirmayapti. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, hamma o'zini ishini qilsin demoqchisiz. Yo'q, unaqa qo'pol gapirmoqchi emasman. U odam ham o'zini fikrini bildirishga haqqi bor, lekin buni o'zingiz uchun zakon deb yoki Yulduz Usmonov mutaxassis deb olmasligingiz kerakda. Siz prosta o'zini fikrini bildiryapti o'sha paytda jahli chiqib turganmi yoki boshqa. Ya'ni bironta bir taniqli shaxs agar reklama qilayotgan bo'lsa, uni jiddiy qabul reklama qildirib yoki bo'lmasam yomonlab, yaxshilab chiqsa, bu degani o'sha yer yoki o'sha yo soha yomon yo yaxshi degani emas. emas. Unga qarab xulosa chiqarish kerak emas. Yo'q, noto'g'ri bo'ladi. Chunki ularning ishi. O'zingiz ham tushunasiz bu narsani, Albatta. blogerlarga pulini berasiz. Yomonlamoqchi emasman hech kimni. Ularning ishi tirikchiligi. Lekin bilasizmi, menda shunaqa narsa bor, menga ham reklama bo'yicha kelishsa, mahsulotmi, joymi, boshqami, oldin qiziqaman, o'rganaman. Aytaylik, nomini aytmayman, bir bat reklamasini berishdi. Uni men qildim. Sababi olib o'zim 1 oy iste'mol qildim. Agar dedim, menda bu effekt bersa dedim, haqiqatan sizayotgan immunitet, gemoglobin, kayfiyat, umuman tetiklik va hokazo qandaydir o'zgarish sezsam o'zimda dedim, undan so'ng aytaman dedim. O'zingizda sinab ko'rmoqchisiz. O'zimda sinab ko'rdim. Rezultat bo'lsa, keyin qilaman dedim. Ya'ni reklama ekan deb bosib yuborisham meni vijdonimga to'g'ri kelmaydi. Umuman va bunga o'xshagan insonlarimiz bizning sohada juda ham ko'p. Ishonchliman. Xursandman. Sinalganmi? Ko'ramiz. O'zimda o'shaning uchun aytaman, avval pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga. Chunki buni ertaga mana hozir biz bu ishlarimiz bilan yana bir bor aytib o'taman, ro'za Ramazon oyidamiz. Yolg'on bilan topilgan luqma u huzurini bilasiz, qad ko'rishini. Men o'rganib chiqdim. Sizni yordamchingiz menga aloqaga chiqqanda ko'rib, o'rganib va savol-javob davomida ochiqchasiga gaplashamiz va oydinlik kiritamiz dedim. Keldim. Ya'ni har kimni suhbatiga yoki har kimni reklamasiga, boshqasiga tavsiyasiga aralashishni yoqtirmayman. Bu men tabiatimda bor. Va o'sha mahsulotni ham reklama qilishdan oldin mana siz agar aytaylik endigina qadam bosgan inson bo'lganingizda, men sizni butun ommaga chiqib tavsiya qilishdan o'zimni tiygan bo'lardim. Chunki baribir insonni tajribalar, yillar ulg'aytiradi va o'sha malakasini oshirishga, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga va natijalari zo'rroq bo'lishiga yordam beradigan omillar borda. Yillar kerak baribir. Masalan, siz ham endigina chiqqan 1 yillik, 2 yillik mutaxassis bilan emas, ko'proq suhbatingizni yoritishga yordam beradigan inson bilan gaplashishni xohlaysiz, to'g'rimi? Shunaqa. Demak, bundan kelib chiqdiki, hamma ham taniqli insonlarimiz shunchaki reklama qilmaydi. O'ylaymanki, bu yerda blogerlarni ham, insonlarni ham ayblash xato bo'ladi. Ayblamadim. Siz ayblamadingiz, lekin men ayblashni xohlayman. Men ayblash xohlayman. Odamlar Pul uchun, ishonmaslik kerak. pul uchun, lekin ergashadi xalq. Xalqqa nisbatan yuzlanib aytishni xohlardim. Pul uchun chiqib har qanaqa mahsulotni reklamasini qilishdan tap tortmaydigan mashhur yoki blogerlarimiz ko'p. Siz reklamasi ko'p narsaga emas va tekshirilgan, isbotlangan mahsulotlarni iste'mol qiling yoki bo'lmasam odzivlarga, hattoki odzivlarga ham hozir ishonch yo'q. Yaxshisi o'sha joyga boring, mutaxassis bilan yuzma-yuz gaplashing, hamma narsani aniqlab, undan keyin bir ishga qo'l uring.
Salomatlik xuddi birinchi shunga o'rinda. o'xshagan savol o'zimga ham bergansiz esingizda bo'lsa, sizga kelmoqchi bo'lsa nimani maslahat berasiz? Nimani Birinchi maslahat bo'lib berasiz? operatsiya bo'lgan patsientlar bilan. Xuddi shunday nimadir mahsulot sinab ko'rmoqchimisiz? Ichib ko'rgan shu narsani sinab ko'rgan. Kimdir reklama qilayotgani uchun yo mashhur bir inson reklama qilayotgani uchun sinab ko'rish kerak emas. Kimdir ichgan, boshini o'tkazgan bo'lsa, shu bilan suhbat qilishi. Mutaxassisga borsangiz ham ba'zi joylarda aldash mumkin, qo'shimcha qilish mumkin. Hattoki menda ham gumon qilishingiz mumkin. Mana o'zini maqtaydi, faqat yaxshi tarafini gapiryapti, mana operatsiyani yomon tarafi ham kuzatilishi mumkin. Shu narsalarni ko'rish uchun shu narsani, ya'ni operatsiyani boshini o'tkazgan odamlar bilan suhbat Endi qilishi. tan olib aytishimiz kerak, har bir organizm individual. Hammaniki har xil o'tkazadi. Shuning uchun bitta odam bilan gaplashmaslik Kimdadir kerak. yengilroq, kimdadir og'irroq, kimdadir, lekin baribir shu davrdan o'tib oladi. Eng muhimi natija. Natija sizni quvontiradigan, sizni yuzingizni yorug' qiladigan, sizga kelajakda yana ham motivatsiya berib, yana ham bemorlarga nima deydi, boshqacha har bir operatsiya o'tkazgandan keyin menimcha bu safar bunaqa bo'ldi, bu safar bunaqa bo'ldi. Demak, inson organizmida mana bunaqa narsalar ham kuzatilar ekan. Kitobda o'qigandim, endi amalda ko'zim bilan ko'rdim. Bo'ladi-ku. Guvoh bo'lishni boshlaysiz har xil. Har safar xuddi birinchi marta kirgandek. Xuddi birinchi marta kelgandek, ha. Shunaqa bo'ladi. Albatta. O'zimiz uchun bir yangilik topib chiqamiz и plus bir dunyo adrenalin. Qanday qilib sizdan maslahat yoki konsultatsiya olsa bo'ladi? Aha. Telefon raqamlariga telefon qilish kerakmi yoki ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Menimcha Instagrammi и Telegram sahifamizni primoy o'zimga chiqish iloji yo'q, baribir aytib o'tgandek oxirgi paytlarda ulgurib bo'lmadi, shuning uchun bolalardan iltimos qildik. Hozir adminlar bor, Telegramda ham, Instagramda ham javob berishadi. Agar faqat o'zim bilan gaplashmoqchi bo'lsa srazu yoki qanaqadir maslahatim kerak bo'lsa, aytishsa srazu o'zimning lичный nomerimni beraman. Unaqa yulduz odam emasman. shaxsiy nomeringizni, shaxsiy raqamingizni olish imkoni bor. Endi srazu bermagan bo'lardim. Lekin biz hozir bu yerda pastda adminlar raqamini, Instagram akkauntingizni qoldiramiz. Agar siz bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashishni istagan bemorlar bir og'iz bo'lsa, gaplari. bir og'iz gaplar siz bilan bog'lanishadi va konsultatsiyaga oldindan yozilib borishlari kerak. Shunaqa. Uzoq Oldindan kutishmaydi. kuni belgilab vaziyatga qaraymiz. Vaziyatga qarab. Xo'p, Men kutirib qo'yishni xohlamagan bo'lardim. Bir narsani va'da berib, masalan, ertasiga kelish mumkin yo boshqa. Aytiladi, kuni belgilanadi. Patsientning ham xohishi, vaqti albatta inobatga olinadi. Aytaylik, sizni oldingizga kelmoqchi bo'lgan patsientni juda ham uzoq viloyatdan, chekka-chekka qishloqlardan yoki lekin kuzatib ko'rib kelmoqchi. 2 marta kelib ketishga imkoniyati yo'q. Narx-navosini surishtirib, konsultatsiya olish uchun alohida kelib, keyin operatsiyaga alohida kelishga imkoniyati yo'q. Bittada bormoqchi. Onlayn konsultatsiya qilasizmi? Albatta. Qanday Telegramdan adminlar belgilashadi. Kuniga kerak bo'lsa bu ish qilinadi. Ma'lum bir vaqt operatsiya oralig'ida bo'sh vaqt belgilanadi. Patsientlar bilan maslahatlashinib, o'sha vaqt oralig'ida onlayn konsultatsiya o'tkaziladi. Yaxshi. Bu ham ajoyib. Onlayn konsultatsiyalar bor, to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqish mumkin. Xabarimiz bor, konkurs qilgansiz. G'olibni qanday va qachon aniqlagansiz? Konkurs desak ozgina qo'pol eshitilsa kerak. Komandamiz bilan maslahatlashib, shu Ramazon oyida bitta odamga bepul operatsiya qilib bermoqchimiz. Xayriya. sifatida. Endi menga konkurs deyishdi-da. Bu konkurs ozgina qo'pol eshitilar ekan. Mayli konkurs deb qo'ya qolamiz. Xayriya. Video qo'ygandik, shu bir oy ichida kommentlardan tanlaymiz deb, lekin bunaqa burniy reaksiyani kutmagandik. Hozir 7000 tadan oshiq komment yiqqan, har birini o'qisangiz, har biriga kerak o'tdi. Endi qanday aniqlaysiz? Tasodifiy generatorlar orqali qaraymi? Chiqamiz, yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Surishtiriladi, kerak bo'lsa mahalla yig'inidan, rostdan ham sharoit qanaqa? Muhtojmi shu narsaga? Yurishga qiynalayotgan 180-200 kilo, balki 150 kilodir, lekin bo'yi pastroq, boquvchisi yo'q, rostdan ham sharoiti yo'q bo'lgan odamga bepulga qilib beramiz. Haqqoniy tarzda va'da. Videosini qo'yishi, lekin patsient o'zidan so'raymiz, chunki bu bepulga qilgizyapman degani videoga tushib beraman majburiy degani emas. Qoyil. Majburiy emas. Agar xohishi bo'lsa, agar tushib beraman desa, videosini ham qo'yamiz, xudo xohlasa Instagramga, lekin va'da bu narsa qilinadi. Lekin bu 7000 ta kommentni ko'pini o'qigandan keyin odam shunaqa qarorga ham kelyapti, shu reklamani o'rniga, pul tikiladigan reklamaga tikilish o'rniga shuni odamlar o'ziga qilsaymikan degan takliflar bo'lyapti. Xudo xohlasa, agar shu ishni boshlab olsak, niyat bor.
va'da bermayman, lekin hozircha shu amalga oshirmoqchimiz. Shu niyatda har oy bitta odamga, zaril bo'lgan odamga bepul operatsiya qilib berish. Judayam zo'r Har oy o'ylabsiz. bittadan. Ochig'i man hozir ta'sirlanib o'tiribman. Reklamaga Bir pul o'qib ko'ring, tikkandan o'zingiz ko'ra, ham qiziqishga kommentlarda reklamaga rostdan pul tikilgandan ko'ra savobli ishga yo'naltirgan afzal duosiz. Va albatta ham duo olasiz, Xudo xohlasa. ham ishlaringiz o'ngidan keladi, bilasiz, duo bilan ko'karadi inson. Lekin ajoyib yechim. Yo'lga qo'yish harakatidamiz, Xudo xohlasa. Siz operatsiya qilgan bemorlar ichida eng vazni kattasi necha kilogrammgacha bo'lgan? Eng 200 dan oshiqlar yetarlicha, eng esda qolarlisi, eng kattarog'i o'zim bilan teng yoshi bo'lgani uchun Tojikistondan kelgan patsientimiz bo'lgan, 220 kilo. Hozirgi paytda 100 kilo vaznda. 120 kilo vazn. 220. 120 kilo vazn tashadilar. 120 kilo vazn tashadi. 100 kilo xolos. Endi qarang, estetik jihatdan baribir o'ylaymiz-da biz ayollar. Vazn tashagandan keyin terida osilish. Bunaqa vaznda u tushuntirilgan. Endi u birinchi o'rinda sog'liq uchun qilingan To'g'ri, sog'liq operatsiya. uchun. Yosh bo'lgani uchun uncha sezilmagan. U ertaga baribir seziladigan vazn u. Hozirda Shunda siz necha yoshsiz? 95 man. 30 ga kirdim. 30 yoshli yigitimiz 28 yoshda bo'lgan. 28 yoshda 220 kilogramm bilan kelib, hozirda qancha vaqt davomida tashadilar shuncha katta vesni? O'zi bariatrik operatsiyalardan keyin o'rtacha 1 yil, 1,5 yil davomida tashiydi. O'sha oxirgi marta ko'rishganimizda 100 kilo bo'lgan. Endi bu holatda abdomen plastika qilinadi. Qilinadi, chunki ortiqcha o'zimiz qilib beramiz buni ham. Ana bo'lmasam. Bu ham Hammasi komplekt ichida. Ozdirib ham beramiz, oqcha terini ham olib beramiz. Osilsa, aytib o'tganimdek dietologlar bor, endokrinologlar bor, sahar diabet yoki bir operatsiyadan keyin osilmasligi uchun harakat qilamiz. Kerakli bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar hammasini berib, pitaniyalar to'g'irlab turamiz. Agar osilsa, keyin 1 yildan keyin xohishiga qarab abdomen plastika qilib berishimiz mumkin. Ya'ni osilgan terilarni. Osilmasdan ham ozish mumkinmi? Mumkin. Mumkin-a? Chiroyli. U endi bizga bog'liq emas. Bemor manimcha yoshiga, poliga, agar ayollar erkakligiga, organizm holatiga ham qaraladi. Lekin bilasizmi? Man eshitishim bo'yicha o'rganib chiqmaganman, shuning uchun eshitishimni gapiraman. Bir shifokor bilan gaplashganimda erkaklarda ozish jarayoni tezroq bo'lar ekan ayollarnikiga qaraganda. O'sha testosteron gormoni hisobigami yoki ayollarda shu estrogenni baland pastligiga qarabmi? Xullas, shunga o'xshagan mavzuda gaplashib qoldik. Ayol kishini ozishi qiyinroq, erkak kishida bu jarayon osonroq. O'zimizni praktikadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu organizmga juda ham bog'liq, faqat jinsga emas. Bo'lishi mumkin erkaklar qiyinroq, ayol. Shunaqa ayollar bor. Polga qarab ham deganingizga yetdimmi? Yo'q, osilish osilmasligi bog'liq bo'ladi. Qaysidir ma'noda. Endi faqat shu faktor bo'ladi degani emas. Hammasi birgalikda ishlaydi. Erkaklarda ko'proq shu ichkarida yoq ko'proq bo'ladi, ayollarda podko'ja, ya'ni ko'jalar qatlam-qatlam bo'lib semiradi ayollarda. Shuning uchun ayollarda sal qiyinroq bo'ladi, ko'ja osilishi ko'proq kuzatiladi, teri osilishi. Aynan shu yog' yig'ish qatlamida farqi bo'lganligi uchunmi bu? Ko'proq ayollar shunaqa tipaj bilan semiradi, erkaklar ana qorni tarang bo'lib qoladi-yu. Katta bo'lsa ham ichkaridan semirgan bo'ladi. Hammada ham emas, endi erkaklar ham bor tipaj shunaqa podko'ja bilan semirgan. Shunga ham bog'liq. Xo'p, yana bitta savolda. Jarrohlikdan o'tgandan keyin qancha vaqtdan keyin sport bilan shug'ullanish mumkin? Ya'ni o'sha teri osilmasdan chiroyli qomat bilan ozib olish uchun. Aytib o'tganimdek, bizdagi rejim, ovqatlanish rejimi hammada bir xil emas. Bu operatsiyadan keyin patsient qilayotgan jalbasi, o'zini tutishi, qanaqa harakatlanishi, ovqatda ham pitaniyasi o'zgarib turadi hammada. Bir xil standart narsa bermaymiz hech kimga. Doim svязda bo'lamiz. Holsizlik bo'lsa, biror narsa qo'shimcha qilamiz. O'zini yaxshi his qilib yurgan bo'lsa, yengilroq ovqatda ushlab turishga harakat qilamiz. Xuddi shunday sport bilan shug'ullanishda ham patsient holatiga qarab ruxsat beramiz. O'rtacha 2-3 oy. Lekin basseynga уже 1 oydan keyin chiqishga ruxsat beramiz. Ha, yaxshi. Demak, chiroyli, to'g'ri ozib olish ham odamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Tushuntiramiz, yurish kerak. Chunki eriyotgan yog'idan ajrayotgan energiyani qat'iyat sarflash kerak. Yurish kerak, harakat qilish kerak, yotmaslik kerak. Yotib ozib bo'lmaydi. To'g'ri, chunki ko'pchilik hozir oxirgi yechim deb qaraydi. Bu birinchisi, boya gaplashdik va
bo'ldi shu operatsiyani qildirib olsam o'zidan ozishni boshlayman. oziydi, lekin maqsad qo'yilgan vaznga tushmaydi. Agar harakat qilinmasa, ozroq harakat qilish kerak, yurish kerak. Lekin patsientlar o'zi aytadi, man operatsiyagacha dangasa edim, operatsiyadan keyin qandaydir o'zimda kuch topib, hansirashlar ham yo boshqa ham maza qilib yuryapman. Chunki birinchi navbatda energiya ajralishi va o'zgaradi. ong ostiga signal beriladi. Men shu ishni qildim, endi zo'r ozaman. Chiroyli bo'lishim uchun buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. O'rganilmagan joylari ham bor-da bu operatsiyalarni. To'g'ri, chunki ko'p narsa baribir bizani markaziy nerv sistemamiz boshqaradi-da, fikrlashimiz. Nastroyni yaxshi qilsak, shunga qarab ketaveramiz. Shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Aytgancha yaxshi eslatdingiz, nastroy. Shu narsani kuzatdim. Bu o'zim praktikamdagi narsa. Mana nechta operatsiya qilgan bo'lsak, pozitivniy odam bo'ladi-ku, xursand bo'lib, yaxshi niyat bilan nima qilib pozitivniy energiya tarqatib keladigan odam operatsiyadan keyin ham ajoyib juda yengil chiqadi. Umuman qiyinchilikka uchramaydi. Shunaqa odamlar bo'ladi, negativniy medsestralar bilan urushib, hamma bilan norozi bo'lib, o'zi qiynaladi. Bizlar bilan urushmaydi hech kim, biz uchun turamiz. Medpersonallar bilan yoki o'zini tutishda boshqada hech narsa yo'q. Kuzatilgan holat chetda balki dokazat qilinmagandir, chetda yozilmagandir, lekin o'zim ko'p kuzatdim shu narsani. Nastroyga ham ko'p narsa bog'liq. O'zi umuman har qanaqa ishda ham, misol uchun ertalab yaxshi kayfiyatda chiqib ketsangiz ham atrofdagilarga yaxshi kayfiyatda energiyangiz yengil bo'ladi. Mana men siz bilan aytayapman, suhbatim davomida aytdim sizdan, mana shunaqa yengil energiya chiqyaptiki, agar menda ko'rsatma bo'lganda ikkilanmasdan sizga borib qildirardim. Chunki men o'zimni yaxshi his qilaman sizda. Ba'zi bir mutaxassislar, shifokorlar umuman keling ko'chada shu xalq tilida aytamiz. Bironta bir bozorga borsangiz, sotuvchisini mahsuloti zo'r bo'lmasa hamchi, sotuvchiga qaraysiz-da, ikki og'iz shirin so'zi bilan sizni qanaqa qilib o'ziga mijoz qo'yganini o'zingiz bilmay qolasiz. Mayli 1 kilo bering deysiz. Kerak bo'lmagan narsa. Kerak bo'lmagan narsani, aytaylik, menga baqlajon yoki bulg'or qalampir yoki sabzavotlar kerak emas-da, mevaga kelganman. Lekin voy qizim, oyimcha chiroylisan. Keyin men bunday ozgina yeb ko'rgin, oying duo qiladi. Bitta golubsi qilib ber, uyingga olib ketib yo'b. Ko'ryapsizmi? Ya'ni u odamdan chiqayotgan pozitiv energiya shu narsaga tortadi va kun davomida o'zini ishi yurishadi, atrofdagilarga yaxshi kayfiyat ulashadi. Va o'ylaymanki, har bitta joyda ham, har bitta sohada ham yaxshi kayfiyat bizga yetishadi. Efir kayfiyatni sotadi deydi. Ya'ni kamerada inson o'zini tutganda, buni ustozlarimiz ham ko'p aytgan. Shunday o'tishim bilan jonli efir bo'ladi. Kimdir pulingni olib bermadimi? Nima qovog'ingni qor yog'iladi? Vaholanki kulib turibman. Hammasi grim, soch, hammasi joyida. Lekin efir kayfiyatni sotadi. Sezdirib qo'yadi. Ya'ni sizdan tarqalayotgan energiyani chiqazib beradi. Kayfiyating yo'q yoki yig'lab kelding yoki hozir sen undosan. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan ishimga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va ekrandan yo'lda turgan odamlar ham shu chiqmasa edi. Nima deyotganim qiziq emas. Balki muhim ma'lumot aytayotgandirman. U qiziq emas. U sizni ko'rgandan itaradi energiyangiz. O'zini tutishiga bog'liq. Energiya itaradi. Ya'ni aytmoqchiman, bemorlarda ham xuddi shu narsa. Ya'ni siz baribir ishingizni bajarasiz, lekin ichki holati o'ziga minusga ishlaydi. Pozitiv, xush kayfiyat, yaxshi nastroyda siz shu ishni xohlaysizmi? Keldingiz, o'zingiz oyog'ingiz bilan keldingiz. Kiring, hamma kayfiyatini ko'taring, o'zingizga yengil bo'ladi. Hech kim misol uchun vazifasini baribir belgilangan darajada nima deydi, qasam ichgansizlar, to'g'rimi? Gippokrat qasamini. Baribir menga bu yomon muomala qildi, aslan bir boplayman demaysiz-ku, to'g'rimi? U narsada bo'lmaydi-ku endi. Baribir uyg'ongandan keyin o'zida og'ir qanaqadir his bilan turadi-da, yomon kayfiyat bilan. Shuning uchun hurmatli bemorlar, har qanaqa mutaxassisga yuzlanayotganingizda kayfiyatingizni yuqori darajaga qo'yib murojaat qiling. Bu siz uchun albatta yaxshi tomonga ishlaydi. Bu kuzatilgan narsa. Bu kuzatilgan va isbotlangan. Shaxsan o'zimda ham bo'ladi. Yomon kayfiyat bilan chiqsam, o'zimni kunimni boshidan oxirigacha rasvo qilaman, kechqurun asabiylashib uxlayman. Dorisiz uxlab bo'lmaydi keyin. Va atrofdagi ishlarim ham orqaga ketishni boshlaydi. Bo'ldi, sen kayfiyating yo'qmi? Qachon nastroyeniya zo'r bo'lganda kelasan? Ungacha bir hafta damingni olib tur deydi. Bir hafta ishsizsiz keyin. Xohlasangiz ham ko'tarilmaydi keyin kayfiyat. O'shaning uchun o'ylaymanki, bugungi podkastimiz bizani ko'rib turgan kuzatuvchilarimizga, umuman hammaga, sog'lom bo'lgan yoki muammosi bo'lgan bemorlarga ham yetarlicha manfaatli bo'ldi. Xudo xohlasa. Va siz bilan tanishganimdan, yangi
sohada, ya'ni manimcha bu yangilikda bariatriya. Chunki ommalashdi, yaqindan ommalashdi-da. Kimdan qarasam eshityapman, Sabab foydalanyapti. ortiqcha vazni Ortiqcha ko'paygani vaznni ko'payganligi sababman. Endi aynan menda bu narsa kuzatilmaganligi uchun unaqa chuqur o'rganmagan edim, lekin siz bilan suhbatimiz davomida ko'p narsani o'rganib oldim va ikkilanmasdan tavsiya qila olaman. Aytadi-ku, jamoa bilan, ko'pchilik bilan ishlagan baribir mukammal operatsiyalar o'tkazyapsizlar. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun deydi-yu. Mas'uliyatni katta bo'yninglarga olib ishlarkansizlar va ikkilanmasdan tashrif buyurishingizni maslahat beraman. Chunki bu yerda siz nafaqat bariatrik jarrohlik, balki boshqa muammolaringizdan ham xalos bo'lish imkoniyatiga ega ekansiz va shifokor nazorati birinchi omillardan, birinchi ustunliklardan bo'lar ekan. Tanishganimdan xursandman. Xursandman. Rahmat katta ajoyib suhbat uchun. Aha, lekin judayam odobli, judayam bir chegaralardan chiqmaydigan, shunaqangi bir yaxshi inson ekansiz. Sizni ko'rgan odam faqatgina bir ijobiy kommentariy qoldiradi deb o'ylayman. Negativlar ham chiqishi mumkin. Endi negativ qo'yavering, negativ bor joyda o'sish bo'ladi. Hamma bir bilan muhokamani davom ettiradi, lekin shaxsan man sizda hech qanaqa bir negativ, og'ir aurani his qilmadim. Rahmat katta. O'ylaymanki, albatta izohlarda umuman qanday savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Shifokorimizni o'zlari nazorati ostida ulgursalar o'zlari, bo'lmasa administratorlar yoki menga nisbatan, men o'rgangan narsalarga nisbatan bo'lsa, men ham javob berishga maksimal harakat qilaman. Xudo xohlasa Chunki qo'ldan bora-bora, kelgancha. bora-bora shifokorlar bilan ko'p suhbatda bo'lib, ko'p narsani o'rganyapman. Maroqli suhbat uchun rahmat. Rahmat sizga katta. O'zingizni ehtiyot qiling. Ishingizda ulkan zafarlar, muvaffaqiyatlar. Xizmatlar bo'lsa aytaverasiz. Bo'ldi, albatta, birinchi o'rindasiz. Ishingiz tushmasin, birinchi o'rinda Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Baribir boshqa maslahatlarni ham berar ekansiz-ku, Albatta, mana qo'ldan pediatrlarga, kelgancha. kasallarga. Qo'ldan kelgancha. Shamollab qolsak, balki so'rarmiz. Qo'ldan kelgancha. Kuzatuvchilarimiz, siz bilan doktor Xoldorov Maqsudali bo'ldilar va jurnalist Nargiza Abdumajidovna. O'zingizni sog'lig'ingizga doim e'tiborli bo'ling. O'zingizni avaylang va asrang. Bironta bir o'ziga ishongan va muvaffaqiyatli mutaxassisga jamoa bilan ishlaydigan shifokorlarimiz kerak bo'lsa, marhamat, murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling.